Voy, yaxshimi qanday qilinglar? O baldir kelibsizlar-ku. Bu yo'q-ku bu. Daim mushtaq kayfiyatini uçurdu cuma keçik bazı başlaydigan tursak kayfiyatini buzmayçı kayfiyatim bek yaxshi degan meniki. Men esildikni qo'y. Qo'ydingmi? Voy, yomon qo'shib, nima qo'shib ketdi? Vozi 50 qism kinoga ovoz berib keldim hozir. 50 qism kino? 50 qism kino. Kino 50 qism bo'lmay televiziya teatrmi yo kinomi? Televiziya teatrim kino uni uqmadim, chiqib badim degina qo'lam bu narsani tutqizib qo'ydi. Mana o'qiysiz o'qib badim 50 qism to'shdi planni oldim. Meni qonda olib ovoz beradigan bo'lib qoldim hamda. Yo'q, ovoz qiziqman o'zdan o'qisa ham. Ya, orzu bor senda, uni bilaman, lekin bu iqtidor iqtidor ketamda savodim bo'lsa o'qib bersam bo'ldi, u narsa ketamda. Abi, nima mazmunda kino ekan? Mazmunni o'qimadim, shukr bu 6-7 qurda askanligina, uningda mazmun chiqmay kinoning ismini tutib oldim degina kino. Mazmun chiqmay ekan. Mazmunni o'qimadim, o'zimdan deydigan gapidan. Deb qo'yding mazmunni o'qimadim. Kinoni tushunmadim. Uni nima qilsa tushundim. Nima kino bo'lsa? 50 qismlik bir kinoning ismi Sho'rpeshan yigit degan kino 50 qismligina. O'zini hikoyasimi yo bu? Hikoyam 50 qism chiqamda. Pejmi to'da turib ketirdi qo'ydi deydi uni. Qaysi so'ralar qo'ydi ekan, men depasam izlab so'rab shu qitir-qinib ko'may amalga kelmas tushuntirdi. Ko'mayim deydi-ku, men chiqadigan yerlarni ko'raman, ovozimni tonib olsa. Sen chiqamsa yo? Yo'q, ovozimni tonib olsa. Boshro'l qo'ydingmi? Ya boshro'l emas, boshro'l yaqin bir turgan ikkinchi rol bor. Qo'shimcha. Sen nima qo'shib ketding, Rasan boy? Qo'shilmamdim men bugun. Bekshi qo'sholmam bugun. Sen ovoz berib keldingmi? Voy, yo'q, mush ovozga munosabatlik. Men bir maxfiyatligim deb berayim. Mush Cho'lpon keldi programmamizga men necha yillardan beri mushu chaqiramagan, yomon tasdik qilib bo'lmagan bir Cho'lpon bacho. Shuni bugun chaqadim qarab bitirdim. Sizlar ham chaqramga qaragan xil cho'ng Cho'lponimiz o'xshaydi, kim u? Voy bu ko'rinmalarmi doim mushu har bir son chiqqan vaqtida ostida inkas rayollari bo'ldi-ku, shularda to'xtamay ismini talab qildigan. Chiqsa bulti dedigan ham o'zimningki mo talablarimga, ko'rinmalarning talablariga binoan bugun alohida men o'zim chaqirib olib keldim-chu. Kimni? Sizga deyapmansa, o'smini bu yerda birsi. Bu deplavasam qiziqolmaydi degina. Deplaytayman. Xijil bo'atim jumani. Xijil oldi adam bu. Qaysar Abibullah kam. Qaysar kamma? O, isi chaqira saqlatmay bo'ldi. Chaqritayman dasa. O'zim bir 2021-yillik Marfiy Cho'lpon keldi programmamizda bugungi alayda soniga alayda taklif qilingan bizningki alayda mehmonimiz bo'lsa Qaysar Abibullah kam marhamat. Voy, yaxshi aka. O'zing yaxshi dedingiz. O'tiringlar. Mekilan aka. Siz o'taman. Men qat'iy o'taman aka. Yaxshilar. O'tan. Popotang. 70 yosh kirib qoldik, bo'ldi o gaplar. Men mushu bir gapni hozirli so'rayotay, chidimidim men faqat. Bu nimanda qiyirmaysiz siz? Qiyirmasdan doğrusini yegan. Tansaning go'shi. Yo'q, narsa yegan olmaydi. Qiyirmasdan doğrusini yegan, o'zimni yaxshi tutgan. Hamma narsaga xushal kayfiyat bilan muomala qilaman. Lekin qo'riqlarni bir taraf qilamabsiz. Endi qo'riqlarning iznasi, chekkan jafo mushaqqatlarniki siri. Rahmat aka. Akam bundan burunmuş programmamizni ko'rib baqqan aka. Albatta. Har bir qismini ko'rib kelyapman. To'liqlan. Oy, rahmat aka, rahmat. Unda bo'lsa nimalarni his qildingiz? Ko'rib. Birinchisi, chunki men bu ancha-muncha riyosatchilikni qilyapman, filmlarga ovoz beryapman, ba'zi bir programmalarga chiqyapman deganga o'xshash mushtoq ishlar bilan ko'p shug'ullanganki, hisobda televiziya xodimining birisi bo'lish sifatim bilan bu programma menga bergan bir ta'sir, birdan bir ta'siri tabiiylik. Tabiiylik eng muhimki. Undan kelganda ikkinchi bir siri, mana hozir birinchi bo'lib sahnada turyapman, keyinda nima ishlarni yuz berdigini men o'zim bilmayman. Bu ikki inim eskiga. Hech nima demadi. Nima demoqchi bo'lganligimni o'zimmi bilmayapman, lekin sanab boqay. Ko'nglimda nima bo'lsa, basga hammani sizlarga dey. Yaxshi narsalar bo'lsa, birlikda uyg'unib mangayli. Yomon narsalar bo'lib qolsa, uyg'onmanglar, toqatmanglar. Hadi bizniki an'anamiz so'zimiz bo'yicha meg'zini yeb shakllantirib yasanglar bo'ladi. To'g'ri, rahmat. Unda o'saka qaytib keldikmi? Hozir mush yana o'tamayman degan. O'tiramiz zakati o'tirolmaymiz. Biz mush sizni
taklif qilib bak xo'sh bo'ldik-ku. Rahmat. Shaxsan men burunni tatib o'zingizda xabar bor aka. To'xtamay telefon qilmay Ikki yilning oldida bir qatim kirgan. Ishxonaga kirganman. Qaysarka bir chiqinga. Men o'zimning bir orzuyimdi deb shunda dedim-ku aka. Hozirgacha men uzib qo'ymadim telefon qilishni. Ko'ziga satma ko'rinib ketdim-ku deyman. 10-oyda yana bir telefon qildim. Birinchi oyda akamiz yangi yillik sonimizga bir chiqib qolgan bo'lsangiz edi. Qani vaqti kelsin bir qarab qal masala aldirash hozir ukam deb yana bir rad qildim. Shuning bilan birinchi oyda yana bir telefon qildim. Ondan keyin bo'pti hozir men ba'zi ishlar bilan sal aldirash ikkinchi oyda bir javobini beraysam ikkinchi oyda zo'r chiqdiq mana axir. Lekin o'zi dedi ikkinchi oy deb-ku, ikkinchi oy degan tez. Lekin chiqma demagan. Tushunayaptimi aka? Mishta ishlab olmasmi? Hech nimani bilmaydi. Lekin qanday bo'lmasin, men muvaffaqiyat qozondim deb aytalayman aka. Yoshlar sandek bo'lish kerak. Rahmat aka. Endi bu yerda programmamiz o'z navbatida yaxshi ilib beriladi emasmi aka? Hozir mishada munosabat o'zimizdan odamlarimiz bilan biz maslahatlashish orqali Qaysar akam chiqqanmish programmaning eng oldingi shu boshlanish nuqtasidan Qaysar akamni bir maydon usul o'ynab bersa deydigan bir talablarimiz bor. Ham shundoq bir boshlashni o'ylashyapmiz aka. Bu bo'lsa, ham sizning talantingiz, bu usul o'ynash talantingizga hech kim ko'z yumolmaydi. Gap anglatma. Ke ağlamedi ya gaplarni. Nima? Bilasizmi? Endi mayli yaqindan beri sizdan modib ketgan bir usulingiz bor. O ne kepek qildi. To'g'ri-ku? Men qattiq programmasiga men qatnashgan Santi. Biz tan o'ynagan, shunday akam. O vaqtlarda bek ig'ir men qoltista, Qaysar akam, Nurali xo'sh, Cho'lpon keldi programmasiga siz riyosatchilik qilib, nimalarni his qildingiz deb. Noyat ig'ir Qaysar akam. Uchonavatsan degan. Oynam deb. Endi o chaqda endi programmaningki talab qoidasi bo'yicha endi biz yoshlar bo'lgandan keyin yoshlarga xos bir turni yo'l qo'yaylik deb shu narsani u programma gruppasidagilar u narsani tatgan vaqtida men yo'q. Lekin tuyuqsiz Gulshan Mamat Tursunning bir yig'iz gapi bilan u vaqtida trang bo'lib ketdik. Sahnaning oldiga chiqib qoldik. Lekin to'g'ri bir narsadan ko'rgan men shu doying deymiz. Modibotgan detallarni ko'ryapman. Endi uni bir qizvol o'ynagan-ku uning ustiga. Qizvol o'ynagan-ku. Uni koreyalik bir qiz dedimi? Ashaqdaydi. U bak modi bo'ldi deydi, lekin men bu yosh kelgan vaqtida u modilarga ancha neqib ketmadim, lekin sizlar yosh bolalar bo'lganki, sizlarga bir ozroq bir rag'bat olsin, sizlarni bir ichildiray deb sahnada shunday bir o'ynab qolganda bu yerga kelib yana o'ynab berdi hamda toza. Lekin shu ekran chiqmay qoldi-ku aka. Chiqib qolar. Chiqib qolar. Yaxshi chiqmagan yaxshi. Keyin o'zim pishmoq qilib qoldim. Lekin qila olmaydi ekanman, yoshlar qilgan narsani men deb qila olmayman. Men o'zim shurubdi ha. Men yeshim cho'g'an bilan yurgim yosh to'satdi. To'g'ri. Modiq bo'ysunib bo'lmasak bo'lmaydi. Lekin u yoshda, ma yoshda o'nchilik usullarni o'ynamoq. Ma yoshda. Ma yoshda. Aslida birisi bo'lgan bo'lsa 80-90. Rahmat aka. O'ynamayman. O'ynab oldingizmi aka? O'ynab oldim. Axırını uyg'uncha Unda bo'lsa aka, astoydil qaytib kelsak, mana shu ekran qarab turib, siz bundan burun ovoz bergan nurg'un filmlar bor-ku. Bizning kichik vaqtlarimizda aslam qoldigan, ko'sa ko'ygimiz keldigan, shunda bir yaxshi esli filmlar bor. Sizning ovozingiz bizning kichik vaqtimizda hozirgacha amra bo'lib keldi-da bizga. Bu jihatdan cho'nqur bir hurmatimizni ifodalaymiz aka siz uchun. Anadagi mana shu ekran oldidagi nurg'un ko'rmalarmi? Qaysar Abibullo chiqqan bo'lganiki, cho'qim bir ovoz obrazni bir do'rab bersa, shu maydonda deb bunda bir talablar bo'lishi mumkin-ku. Shu talablarga asosan Boldum talabda kap bo'ldimi? Shuningga shu ma'lum bir karton film bo'lamdi yoki ma'lum bir kino bo'lamdi. Shuningdagi ma'lum bir obraz orqali o'zingizdan bir hissiyotingizni bir yetkazib o'tgan bo'lsangiz aka. Endi televiziya tarjim filmlarga ovoz berish menga hisobda 28 yil bo'ldi. 28 yilning yaqin nurg'un obrazlarni yaratdik. Xalqimizmi yaxshi ko'rdi. Ko'pincha xalqning esida qolgan qaysi filmda hisobda men o'zimni his qilib bilamayapman. Endi o'zimga bekerak ta'sir qilgani ko'pincha ammo endi birinchi qatim meni sahnada ko'rgan vaqti 2003-yil hamda hisobda ovoz berish jarayonida 2003-yil Mahmudjonninki yetaklashi bilan bir necha qur ovoz artistlarimiz shu sahnaga chiqib parda kaynidan parda oldiga chiqib tomoshabinlar bilan yuz ko'rishdik. Shu vaqtda nurg'un filmlarga ovoz berishdan uniki so'zini o'zgartirish orqali shu qurboyitlik san'at kechi deganiki mavzu sifatida shu narsaga ommaga bir
ovoz do'rab bergan. O'zimning bu shu tunji qitim chiqishim, lekin tunji qitim chiqishimdimi xalqimizga bir yaxshi ta'sir qoldiribdi ekanman. Meningcha shu vaqtdagi Toshqar Rojerninki ovoziga ovoz bergan. Lekin u filmdagi gap so'z emas, lekin ovoz men berganda. U hamda 2003-yil, hozir 2021-yil odamning ovoziga bir kunda bir soatda bir o'zgarib turdi. Yegan narsaga, ichgan narsaga qarab turib uxlab qolgandagi ovoz boshqacha, har xil ovoz o'zgarib turdi. Shu chaqdagi ovozim bormi yo'q, hozir o'zimni bilmayman. Lekin shuningga bir kuchab baqay. Karton filmdagi Toshqar Rojerning ovoziga kuchab baqay. Hamda kuchab baqay, lekin agar shu chaqdagi ovoz tusim bilan o'xshash chiqmay qolsa, to'g'ri tushunamiz uni. Qayrg'an Toshqan keladilar. 我太难了，最近我压力很大。 Dadasi o'xshaydi dedi. Toshqanning dadasi o'xshaydi dedi. Bu tuyuqsizlar bilan qanday qilsak bo'ladi? Endi shu ovoz tusi bilan ko'pchilikka shu naq maydondagi tomoshabinlarimizga, ko'pchiliklarimizga bir salomimni bir yo'llab olay. Bo'lamda. Ekranlardagi aziz ko'rmanlar, yaxshimisizlar? Qaysar Abiyullardan hammanglarga o'tliq salom. Naq maydondagi tomoshabin do'stlar, hammanglarga o'tliq salom. Bugun Cho'lpon keldi programmasiga qatnashib o'zimni shunda xushxuy his qilyapman. O'zim bo'lsam bir karton, lekin aslim odam. Shu chaqdagi ovoz topolmayapman. Nimda peyzi aka. Ayni o'riq chashqanningmi ovozbek peyzda? Ham o'tasam bular. O'riq silmas boshqa butun karton. Bunda kinolarda yo'qmi aka? Kinolarda nurg'un kino. Men hozirgacha yaqinda bir unvonlanish jarayonida o'zimniki ovoz bergan filmlarni bir aqir tizimlab baxtim. Qism soni bo'yicha elib aytgan vaqtida 15 ming 20 mingga yaqin bir filmga ovoz berdim. Hozirgacha. Rahmat. Endi mendan ko'p bergan ovoz artistlarimizmi bor. Ularmi parda kaynab turib jafoli xizmat qilyapti. Bizning kasbimiz hamda hisobda pardaning orqasida turib, keng xalq ommasiga o'zimizning tilida har qaysi davlatlarning kino filmlarini o'z tilimiz orqali xalqimizga bir ma'naviy zuh berish orqali o'zimizningki mahoratini yuqori ko'tarish. Eng muhimi shu. Bizdagi eng muhim narsa kallada shu narsa bo'lib qolsa, har qanday kasb o'z navbatida o'z jafo mushaqqatga chidagan asosda ma'lum bir natijani qozona oladi deb o'ylayman. Rahmat. Otasam bo'lgan. Qo'shakam das o'tirish taklif etay. Bo'ldilar, o'tamaychi. Shuni qoldim men buncha turib so'zlab. Rost o'tiramdi? Rahmat. Rahmat. Endi abayman deb o'tgandek-chu, Qaysar akamni ma programmaga taklif qilish nihoyatda bir mushkulot bo'lib qoldi-chu. Men shu ilib aytgan vaqtim. Lekin rost xush bo'ldim aka. Men shu kichik vaqtimda tatib Qaysar akamning ovozini yaxshi ko'rdim-chu. Ovozini yaxshi ko'rib, o'zini tushunmaydim. Yaxshi ko'rmaysan-digina. Ekranlar jiq ko'rmagan-ki u vaqtlarda. Masalan, siz yana bir ko'rsam, qator ko'p qismli kinolar ovoz bergan vaqtdagi shu obrazlaringiz shunda bir xil klassikda, shunda peyzi odamga yiqishliq tuyg'u berdi-da. Berib kimdi, qandaroq odamdi, o'sha ovoz chiqarayotgan qandaroq bir odamdi deb shunda o'ylaydim. Qaysar akamning ovozini anglagandan keyin men o'zimda bir xil ovoz berib beqish istik qo'zg'algan deb ayta olaman aka. Men faqat u vaqtlarda shu ovozni yaxshi ko'rdim, o'zini tushunmaydim. Ki orliqda men Qaysar akam bilan tanishgandan keyin necha qaytam biz paranglashdik, programmalarda birga bo'ldik. Shu vaqtlarda his qildimki, o'zim Qaysar akam odimiylik jihatda axloq fazilati jihatda yuqori o'rinda turdigan-chu. Shunda bir kishiga burun ovozni yaxshi ko'rgan bo'lsam, hozir odimiyligi fazilatini biroq qo'shib yaxshi ko'rdim deb ayta olaman. Rahmat. Endi akam shu gapni nerdan boshlasam bo'ladi deganman. Qaytsak bo'larmikan? Ovozimni to'g'rab bo'ldik. Tugdimi? Asos qish shu endi. Tugdimi? Akam mushu siz endi bolalik vaqtlaringiz desam, hozir bo'ylimi boladeklar bo'lmasa. Mushu nurg'un ko'rmalar yoki men ashida o'ylayman hamdi-chu. Sizning balalik vaqtlaringizda bir ma'lum bir orzu, armonlaringiz bo'ladi-chu, har qanday bolalarning o'xshash bo'ldi-ku hamda. Uning qiziq paqido, buning qiziq paqido, lekin oxirida qilgan ishi yana o'xshamay qoladigan bunday ahvollar bor. Sizning balaligingiz ashdami aka? Balalikdagi orzuyingizlar hozir qilayotgan ishingiz qarama-qarshimi? Qarama-qarshi yo'qlar. Men hozir o'zimning ovoz balalik vaqtlarimda o'zimning ovoz artist bo'lib qolishimni o'ylabim baxmagan. Rost bu xiyol menda yo'q. Chunki men Urumchida cho'ng bo'lgan, boshlang'ichni 19-boshlang'ichda o'qigan, o'rta maktabni 14-o'rta maktab, hozir shaharlik to'liq o'rta maktab edi. Mening ota-onam o'qituvchi. Bizning uydagilarning hammamiz o'qituvchi. Hisobda opam, dadam, adam, singlim hammamiz o'qituvchi. Bir men hozir mush kasbdam hisobda. Ma'rif sistemasida oilasida cho'ng bo'lgan. Qoidani buzgan sizdan, ha? Qoidani buzganmi? Men ekanman. Endi kichigimdimi men uning ustiga bir o'g'il, bir adam bor, bir singlim bor. Uyda aytib, dada
desemni pulni berib o'ynaydiq degandek bolalarimiz shunda o'tib ketgan bizniki darsdimi taz degandekmi Yaxshi emas. a'lochimi emas Ha. bak to'nimi emas u ham bo'lsa u ham o'ynaydiq Uyancha tayg'am. qayoq kam emas endi man mushashqa odamdan hech qachon ulpaqmidi o'lmadi o'zim saq o'lmadi boshla o'ynab yurgan keyin o'rta maktabga chiqdik keyin oliy maktabga imtihon ber deb qoldi majburiy beramiz oliy maktab deganda u o'qituvchining bolasi bo'lganki cho'qim yaxshi o'rganmasang bo'lmaydi andaqmidaq besimjiq u biz o'ynab yurgan oho qachon o'q bilan uni ustiga men shu to'liqsizdan to'liq o'tirg'ichim shu o'qish jarayonida bu yodlash degan shunda uyushdimi shunda uyushdim bir narsani yodlash faqat kallamga tushmaydigan meni yodlayolmaydim oxir makasib kirib qolgan o'zim yodlaydiganlar yodlaydiganlar kasbda bu uni ustiga 19 14 mush mahaldil cho'ng oldik-da biz men maktabda Demak, yurtingiz Urumchi aka. Urumchida cho'ng bo'lgan kichik vaqtlarim shunda o'ylaydiganman boshqa bolalarga o'xshash o jiroq yerlarga obtuzlarga tushib o'qib baqsam deyman men baqsam bir yerlarga darsni tushunmay uyga kirib ketaman-da darsni uyim yiqilib bo'lgan uyim 14 ning ichida dadam Yaxshi bo'ladi ha vaqtda. A'tvorliq bola. Shu yaxshi emas. Darsni tushunmay uyga kirib ketaman. Arliqda taqiq qo'saqlar ayliq 2 soatlik darslardan keyin qo'saqlar ochilgan ishlab bo'lib qoldi-ku. Va 3 soat dars qatnashmay uyga kirib ketgan gap, chaylarni ichib, 4 soat vaqtda kirdigan gap. Ashlaq sho'xtiq. Endi balaliq shunaq o'tib ketib qoldi. Mening eng cho'ng pushmonim nima deganda hozir. Shu balaliqdagi pushmon nima deganda, shu vaqtdagi o'qituvchilarim, sen bir o'qituvchining bolasi endi dadam bilan opam menga dars kirib baqmagan, lekin boshqa o'qituvchilar dars kirgan. Shu o'qituvchilarimizning ba'zi ba'zi yo'q hozir. Endi hozir biz o'zimizmi cho'ng bo'ldik. Aslimimizni o'ylasak, ba'zi chog'larda pushmonlar bo'lib qoldi odam deganda. Odam pushmon qilmasimi, nurg'un narsalarga yuzaki qarayamaydigan bo'lib qoladi chunki. Shu vaqtdagi o'qituvchilarim, "Ey bolam, yaxshi o'qig'in, seni ota-ona o'qituvchi, undaq ishlarni qilma, bundaq ishlarni qilma." Shu vaqtlarda sinflarimizdami, Urumchidagi har qaysi qatlamlardagi bolalar ko'p bo'lgandan keyin birdan u yanga kayni kirib ketamiz, birdan uni qilib boqamiz, birdan buni qilib boqamiz degan o'xshash dars kallada nullada qatnashmaymizda. Qachimiz birdan oyoqqa, birdan oyoqqa degandek. Ashna qechib yurib, oliy maktabga imtihon beradigan vaqtidamizmi? Endi rastlaymiz-ku. Nomer cheklamam to'van chiqqan meniki. Lekin shu vaqtda Saqchi maktabga ilinib qolgan. Arzu to'ldiradigan vaqtlarda, vaqtida biz po'chiqo. U vaqtda imtihonni berdik deymiz, yozgan narsani hammani yozgan bilan u nomer qanday bo'lishi bizga noma'lumda. U chaqlarda hozirgi o'xshamaydi. Hozir bolalar imtihonni berib bo'lgandan keyin arzularni to'ldirish ba'zi bir mushkul ish bo'lib ketadi. O'zining bergan narsaga qarab beqib, men qancha munchilik nomer ola olmayman deb arzu to'ldira oladi hozirgi bolalar. Lekin biz to'liq o'tirib putlagan vaqtimizda undaq ish yo'q. Biz imtihonni bermay turib arzu to'ldirgan kap bo'ldi bizga. To'ldirib bo'lgandan keyin uni keyin yo'llaymiz-da. Uni keyin imtihonimizni beramiz. Shu vaqtlarda yozgandim degan voy ishkar bejam mavzuda shu yoz. Bolalar nominatsiyani o'dorab yozganligi voy ishkimiz Allohning sendan yozdingiz palayim. Bil o'qiymiz dash deb degan yoz. Boshlanib ketgan o'zimizdan hali o'zimizga tushunmagan gapda. Shu chaqda menga tarbiya qilgan yaxshi o'qib bolam keyin pushmon qilib qolsa, bu degan o'qituvchilarimga mushu programmaning nomi bilan nurg'unlari hozir bor, nurg'unlari yo'q. Bir kechirim so'rab olsam degan maqsadda. Chunki men pushmon qildim. To'g'ri, haqiqatan odam o'zining pushmonini ilikilish kerak. Xatolikni bilish kerak odam o'ziga-chi. Xatolikni bilgandilar uni keyin to'xtabda ma'nosi xato bo'ldi. Uni to'g'risini topay degan bir ideya bo'ladi. Uning keyin biz hozir cho'ng'ildik, bolalarimiz bor, bizning kichiklar bor. Bolalar emas, jamiyatimizga nurg'un bolalarga hozirgi shu o'qituvchilarimning simosi oldimga keladi-da. Shu bolalarga deydiganimmi, yo'llarda, ko'chalarda uchrab qilib, bak eski ishlarni o'bonasi qo'ysa, "Bolam, unda qilma. Yaxshi bo'lmaydi-ma u." Keyin cho'ng'ilgan yakimiz anda qo'yib qolsa, yakimiz bunda qo'yib qolsa deb ba'zi bir yilqi qatoraq gap so'zliklar bilan deb qo'ymiz endi. Shu tarbiya shu vaqtda odatdagi bir narsa bo'lib qolganligi uchun, bizga yurak cho'nqur ta'sir uranmaganligi uchun, u chaqlardagi u gap so'zlar bizga nayt oddiy bir so'z bildim ketgan gapda. Shu hozirgi mening pushmonim balliqdagi pushmon desa, yaxshi o'qimagan pushmonlik menda. Lekin keyin buning o'rnini ta hozirgacha to'ldirib kelyapman. Tirishyapman. Nima uchun deganda, endi darsga qarmasammi, o'zim shug'ullanayotgan kasb, o'zim qilayotgan kasblar orqali mushu kasbningki nazariyaviy bilimlarini tilmay o'rganyapman demoqchi maqsad. Eski sab qo'yganim yaxshi bo'ldi. Mushu bana bilan, mush sabab bilan, mush programmaning nomi bilan shu chaqdagi o'qituvchilarimdan cho'nqur kechirim so'rab olaman. Shu vaqtda javob topdinglar. Endi lekin mening hozirgidek bo'lishimni balkim o'ylab boqmagan bo'lishim mumkin. Rost.
pushaymon bor dedingizga. Bu hozirgidek o'ringa chiqib bo'ldingiz, lekin siz hozirmi degandek o'rin emas bu. bir bo'limning tajribasi bo'ldingiz. Ay yo'q. Unda bo'lsa aka, shu ota-onangiz jihatdan bir so'zlab baqingiz ammo fikrlab. Zongshuijimi dedi ғой, Xi Jinping Zongshuijim dedi ғой. Oila degan birinchi maktab degan gap bor. Kichik bolalar balkim tushunmasligi mumkin. Ma'lum bir davr kelgandan keyin shu narsani his qila oladi. Odam xuddi men boya deganimga o'xshash, odam pushmon qilib yutadi. Bu odamning xarakteri bu. Bugun xo'sh, bugun ma programmani ishimiz oldik, tugatgandan keyin chiqib bo'lgandan keyin sen mu pushmon qilsan, men mu pushmon qilma. Nima uchun? Chunki buning pushmoni mayatim yegicha. Hey, qaysar akamdan ma gapni so'rab olsam bo'pti-kan degan bir pushmonim bo'ladi. Ikkinchisi meninkimi? Ey, mush programmada ma gapni davosam bo'pti-kan. Lekin naq maydonning o'zida balkim qalbimizga kelmasligi mumkin nurg'un narsalar. Pushmon bilan o'tadi odam degan-ku. Pushmon qilib o'tadi. Mayli kichik bo'lsin, mayli cho'ng bo'lsin, pushmon bilan o'tadi. Lekin shu pushmonni his qilish eng muhim narsa. Pushmonni bilgandan keyin to'xtab turmam. Kelar qitim agar mushtanas bo'lib qolgan shu bo'lsa, cho'qim men pushmon qilib, mana tayyorlik qilishim kerak ekan deb shunday minish kerak. Albatta, oila birinchi maktab. Ta hozirgacha esimni bilsam, dadam bilan opam hozirgacha meni bir shaplaq urib boqmagan. Ya nuqulab boqmagan. Balkim tarbiya berish jarayonida qattiqroq gap so'zlarni qilgan bo'lishi mumkin. Lekin hozir mening u ig'ir bo'lmagandan keyin esimni ko'tarilib ketdi. Lekin u butunlay tarbiya xarakterlik narsalarda. Har qanday ota-ona bolani yaxshi bo'lsin deydi-ku. Endi gap qanday yaxshi qilishda. Shu bu tarbiya bek muhim narsa. Dadamni o'qituvchi, opamni o'qituvchi, bayda betib ketganiga o'xshash. Adamni o'qituvchi, bana pensiyaga kelmasa yetishib ketdi. Hozir singlim o'qituvchi. Dadam shu 14-o'rta maktabda o'qituvchilik qilgan. Opam 5-o'rtada o'qituvchilik qilgan. Adam 10-boshlang'ich maktabda o'qituvchi. Singlim 3-o'rtada o'qituvchi. Men televiziya stansiyasida. Ashad o'qituvchi. Hozir o'qituvchi ham deysan. Shuna dadam bilan opamni ma yaxshi, ma xato bo'ldi tugidi gap. Chunki dadam bilan opamlarmi degan shuncha uzun yil o'qituvchilik qilish jarayonida necha ming o'quvchi bolalarni tarbiyalab bo'ldi. Ularning oldida ko'rinib turgan manga o'xshash bolalarda ularning har xil aloyidliklari dadam bilan opamga aniqla bilinib turdi. Ey o'g'lim Nuralidek bo'lib ekan-a, qizim palonchidek bo'lib ekan-a, yaxshi o'quvchilar silishtirdi-da bizni. Yaxshi bolalarga bola matapchilikni bilgan ishlab kelar, andamdasi yuvash bo'lib ishlab kelsa, bizdan shuni talab qiladi. Mushta yaxshi o'quvchi bo'lsam bo'lar, lekin ko'nglida silishtirgan bilan ig'izda hargiz silishtirmaydi. Demaydi. Palonchidek bo'lsam-mamdi, pistonchidek bo'lsam-mamdi degan gapni hargiz depaqman. Men o'zimmi o'qituvchi oilasida cho'ng bo'lganimdan haqiqatan bak faxrlanaman. Men o'qituvchi oilasida cho'ng bo'ldim, uning keyindan maktabning ichida cho'ng bo'ldim. Shunga balkim bumi bir mening keyingi o'zgarishimga yuqori kuch bo'lib bilingan bo'lishi mumkin. Shu vaqtlarda ham o'yladimmi, kitoblar bor, ba'zi kitoblarni o'qiydik. Dadam ta hozirgacha ko'zoynakda qo'ydi, kitobni tashlamadi. Gapni yig'incha qilsam, dadam opam ta hozirgacha men bir shaplaq urib boqmagan. Nuqlabim boqdim. Rahmat. Unda bo'lsa oila jihatdan ozroq tushunchaga ega bo'ldik-ku. Sizga o'tib ketsak, bunda bir masala bor. Mo'sha nurg'un ko'rmalarning nuqsini ilmit qavaqda. Sen o'zingni emasligini degina. Ha, menmi bor. Men o'ylab qolaman, lekin adabsizlik bo'larmi deb shu so'rash qilsam, yuzim chimildayotdi hamda. Bu so'rmag'an. Necha yosh aka bu yil? Masalan, ko'rmalarning hammasi ishda deb o'ylaydi, necha kirgan deb qiyirmaydigan odam ekan bu. Bu xeli bo'ldi, qachon Qaysar Habibulloh bu deb. Endi bu narsani ko'rmalar bilan sen his qilyapsan-ku. Lekin mush korxona grim buyumdirishdan korxonalar his qilolmayapti. Agar meni o'sha obraz vakili qildigan bo'lsa, mushlar ziyon bo'lmaydi juma ishlarga. Mush yishim bilan mushchiramda turg'unimdan. Ras. O mushi grim buyum, o mana turibdi mana. Marfi grim buyumdir ham. Pushma qildi atiga mush. Magar chiqib qoldi. Har kishi yashini yashamaydi qo'y. Men mana bugun ikkinchi oyning 14 o'tib qoldi, yana 6 kundan keyin tug'ilgan kunim bo'ladi. To'g'ri 49 yoshga kiraman. 50 yosh demoqchi ham hisobda. Tugidi. Uni ichidagi sirni demayman bo'ldi. Qasam o'zim cho'g'irlab ketadigan qiltirma. Gapni so'rab qo'y, jumla o'tirsa, nimani so'rasam shuni javob berayman men. Tugidi aka. Tugidi 49 yosh. 49. Yishim so'rdim shu. Unda bo'lsa nima uchun bundaq mahsulotlarga bir gapni degili bo'lmaydi qo'y ish qilishga, ha. Endi demoqchi o'g'lim, mening eng muhim nuqtam bugungi bir kunni yaxshi o'tkazish. Amerikalik Dali Kartningki bir kitobi bor. Shu kitobda eng oxirida butun bir kitobni yig'incha qilgan vaqtida mundaq bir so'zi bor-ku Dali Kartningki. Tungi kuning uchun g'am yema. Bugungi kuningni yaxshi o'tkiz. Bugungi kuningni yaxshi o'tkazsang, atidagi kuning yaxshi bo'ladi. Vaqtida sen kelgusi uchun ansirmaysan degan bir yig'iz gapi bor.
Chunki har bir kun odam uchun bek muhim. Bugungi bir kunni nihoyatda sifatlik, yaxshi, boshqalarga yaxshilik qilish, o'zingni yaxshishini boshqalarga bildirish yoki shu yaxshi narsalar orqali bugungi bir kunni yaxshi o'tkazsang, atigi g'amlar o'zligidan hal bo'ladi-ku bu ishda. Mundaq aytgan vaqtida bugungi men programmaga chiqish uchun men tunugun tayyorlik qildim demoqchi. Tunugun kunlikda yaxshi tayyorlikdan qildik. Bugungi kunim keldi. Bugungi kunim kelgan vaqtida ikkimiz uni paranglashib o'tiribdik. Tunugungi tayyorliklarim kallamda bor. Nega tayyorlik qilganimni o'zim bilmayman, lekin ostini ustini qilib yutib borsa tayyorlik. Lekin shundaqdimi, mayli menda qanday narsa bo'lishidan qat'iy nazar, bugungi kunimni sana ko'rmanlarga, naq maydondagi tomoshabinlarimizga azroqli bir oziq bera olsamlar, men shundan xo'sh. Chunki men bu yerga bugun bir mehmon sifatida keldim. Qandaqdir bir cho'lpon emas. Mehmon sifatida keldim. Bu cho'lpon degan so'z osmondagi bir yulduzning ismi. Cho'lpon yulduz deb qo'yamiz. Osmondagi bir yulduzning ismi. Lekin bu yulduzga o'xshatish uchun bu ajoyib bir ta'bir berish kerak. Chunki ma'lum bir yozuvchimiz qaytish bo'lgan vaqtida shu yozuvchimizni bir shoirimiz mundaq bir ta'riflagancha. Bir olim o'ldi, bir cho'lpon ketdi deb mundaq bir ta'rif. Chunki olim deriz sifatidagi mundaq ajoyib bir to'kpisi bor odamlarni biz cho'lpon sanaymiz. Olim deb biz odatdagi bir gap so'zlar bilan demay, haqiqiy cho'lpon shular bo'ladi asli. Chunki ular o'zini emas, butun bir jamiyatni tarbiyalaydi. Biz endi o'z kasbimizda natija qozongan xolos. Ana bayatında bitib ketdim-ku. Mening balliq davlarim pushmon qilmay chunki yaxshi o'qimagan. Lekin u olim sifat, bizning cho'lpon kabi mushtaq kishilarimiz, ular ana shu balalikdan tortib ta hozirgi kagicha saqlab bo'lsa, ta hozirgi kagicha o'sha xalqimiz uchun, davlat uchun deb o'zini beg'ishlayotgan odamlarga cho'lpon deb nom bersak, menimcha bek to'g'ri bo'ladi. Bek to'g'ri. Biz faqat o'zimizning kasbidan natija qozongan. Natija deganning cheki bo'lmaydi. 100 numaraga berib taqilib qolmaydi. Natija cheki yo'q narsa bu. Chunki bilimning cheki bo'lmaganga o'xshash, biz endi davomli o'rganib boramiz. Biz faqatla bir kasbiy jihatdan elib aytgan vaqtida, o'z atrofimizga kasb egillarimizga nisbatan aytgan vaqtida, azroqli bir narsani shulardan baldiroq bilib qoldi xolos. Boshqa narsa emas. Menchi bo'lgan vaqtda aka, men shaxsan bunda o'ylayman-ku. Mush cho'lpon to'g'riliq mushu so'zga ko'nlarda bir kishiga azki bo'lmoq bek oson, yaxshi bo'lmoq bek tez deb bunda bir gap bor. Mayli biz o'zimizning kasbiy jihatdan boshqalarni xo'shal qilamiz-ku, endi hisobda bu bizning qilayotgan kasb mayli riyosatchilik bo'lamdi, mayli ovoz artisti bo'lamdi, mayli aktyor, naqshchi, usulchi bo'lamdi, boshqalar xo'shallik ato qilish deb yig'incha qilsak bo'ldi-ku aka buni. Albatta. Boshqalarni xo'shal qilgandan keyin, boshqalarning qalb to'ridan o'rin ola olgandan keyin bu cho'qim bir katta ish deb o'ylayman. Shunda kishilarni mo cho'lpon hisoblag'ili bo'ladi deb qaraydi ekanman aka men. Shaxsan o'zimninki nuqtasida elib aytgan vaqtda. Albatta, bir naqshbog'i chimalarning ichida nozik chiman bor deb. Bayatın sen deding, ammoga bir xushalik ato qilamiz. Ma'naviy jihatdan bir xushalik ato qilamiz. Ammo xushal bo'ldi. Ammo shu xushallikdan ammo nimaga erishdi? Biz ma'noqtini o'ylashmasak bo'lmaydi-ku. Nimishqa degan vaqtida men bu ovoz berish jarayonida ba'zi bir gap so'zliklar menga kelib qoladi. Masalan, shu tarbiyaviy ahamiyati sal yuqoriroq filmlarning ichida kelib qoladi-ku. Desa bu so'zlarga alohida ishtiyoq qilib bir xotir daftarim bor, shu yozib qo'yman. 92-yildan boshlab ta hozirgacha ovoz bergan filmlarimning hammasini ismlarini yozib, ashning ichida o'zimga uchirgan ba'zi bir so'zliklar bo'lib qolsa, astamda yozib qo'yaman. Bir qiyin xotiram bor. To'shmadi lekin u xotiram. Shuncha ishlarni to'shtirolmayapman. Shuni cho'lpon emas demoqchiman. Chaqchaqqa. Hamda shtaq so'zliklarning ba'zilarini yozib qo'yman. Masalan, shu riyosatchilik jihatdami, ammoga bir xushalik ato qilamiz. Riyosatchi degan so'zning o'zi bir ko'rik. Amma bilan shu naq maydon qatnashgan mehmonning sifatidagi o'tirliqdagi bir ko'riklik rolini o'ynab bersaklar bo'ladi. Lekin shundaqdimi, riyosatchi bo'lgan odam o'zining so'zi orqali boshqalarga ma'naviy jihatdan zo'q bera oladigan, xushalliklar emas, ma'naviy jihatdan zo'q bera oladigan so'zliklarni o'ziga mujassamlagan asosda qarshi tarafga tashlab berib, qarshi tarafniki ko'ngildagi o'zidimi yuqori bo'lgan ma'naviy so'zliklarni ammo tashlatqizish. Mundaqli bir rol. Mundaqli bir rol. Shunga boyaqisi degan gaping bo'yicha biz faqat xushallik bilan cheklanib qolsak bo'lmaydi. Xushallik bizni nihoyatda jiq. Odatdagi bir narsalardan xushallik topa oladi odam. Lekin ba'zi odamlar shu narsadan xushallik topolmasligi mumkin. Chunki bu nima uchun degan vaqtida odam bilan odam o'xshamaganligi uchun odam bilan odamning ideyasi o'xshamaydi. Odam bilan odamning ideyasi o'xshamaganligi uchun odam bilan odamning bilim qurilmasi o'xshamaydi. Bilim qurilmasi o'xshamaydi degan so'z ularningki o'qigan ishi xato degan gap. O'xshamaydi bir-biriga. Demak, cho'lpon emas. Lekin sizlar qandaq
Biz uchun Cho'lpon. Biz shunda qaraymiz shu. Albatta cho'lpon deydi, chunki bular ovoz beramiz. Bular ovoz beramiz, shu ovoz berganligim uchun men ovoz bergan tarafda cho'lpon bo'lib qoldim. Lekin aka shu oshunda bir boshqalarni xo'shal qilish bir taraflama dedingiz-ku aka hozir. Lekin u oddiy ish emas. Shu oddiy ish emas demakchi shu men. Albatta, u oddiy ish emas. Lekin meni demoqchi o'g'lim, sening so'zingni butunlay inkor qilib o'tish emas. Faqat kallada xo'shalliqli bo'lib qolsa bo'lmaydi demoqchi men maqsadim. Shu xo'shalliqni o'ziniki o'qigan bilimlari shu narsa bilan mujassamlagan asosda, chunki Nurali Hasan, Nurali desa, u bir riyosatchi deb tushunamiz, shundaqmi? Riyosatchi deb tushunamiz. Ammo Nuralining og'zidan chiqayotgan gapga hamma odam diqqat qildi. Chunki burun riyosatchi degan so'zga hukm berilgan vaqtida u e'lon qiluvchi. Burungi vaqtlarda e'lon qiluvchi, chunki ma'lum bir naqshchi sahnaga chiqmoqchi bo'lsa, palon davlatlik muchindarlik hozircha mana hozir uning o'rlashidagi palon naqshini anglayli, tugib kirib ketdi. Lekin u chaqlarda biz ko'zimiz bo'yicha uni riyosatchi deb bilamiz. Lekin davrning xarakteri o'zgarish orqali har bir odamningki uyg'unish qatlamasi yuqori ko'tarilgan sari har bir davrning o'z oldiga bilim qurilmasi, o'z oldiga modasi, o'z oldiga uyg'unadigan narsa bo'lib ketadi. Har bir davrda bir davrga vakillik qilish uchun shu davrniki kichikdan tortib cho'nggacha hammani yatlab bilammisimi, shundan xabardor bo'lish kerak. Masalan, men bir narsa desam, sen hozirgi davr modasi bo'yicha menda shu savolni so'rasang, men balkim hozirgi davrni tadqiq qilmasam, men unga javob berolmayman. Chunki hozirgi yoshlarning qalbisida nima o'ylaydi, men uni bilib turmasam, hozirgi yoshlarga hech qanday tarbiyaviy ahamiyati bor gap so'zlarni deyolmayman men. Ularni yetaklayolmayman. Biz o'qigan vaqtlarimizni na'duncha ko'p topshiriq. So'mkam osmay yuradigan men. Apartamnasa tık qo'yiblar, o'shqisab darslarni kitob. Bugun nim dars kes, palon dars kes, shu darsni kitobini oldim qo'yib. Ashunaqda o'qiganda ham deysiz. Hozir undaq emas. Hozir mening qizim bor, maktabdan keladi, bejon vaqti 3-4 kecha 5-ni ko'tarmay topshiriq ishlaydi. Uyg'unish qiladi. Ashta uyg'onmasa yetishmaydi jamiyatga. Yana bir 5-10 yildan keyin bizmi shalinib mangimiz. Nima uchun? Chunki ideya yangilyotdi. Ideyalar bag'asir yangilyotdi. Bu ideyaning yangilishi nima? Jamiyatga har qaysi qatlamlarning ishlari. Chunki burun biz quduqning ichidagi paqa bo'lgan bo'lsak, hozir quduqning sirtiga chiqib ketdik. Jamiyatni ko'rdik, bildik. Har xil o'zgarishlar bor. Davlatningki nurg'un siyosatlari, yaxshi siyosatlari shu jarayonda va mondam ishlar ekan. Televizorlar orqali o'yida o'tirib turib, hattoki telefonda o'tirib turib, dunyoning har qaysi joylarida yuz berayotgan ishlarning hammasini bilib bilalaymiz hozir. Shunga ideyadagi o'zgarish bu bek muhim narsa. Ba'zan nurg'un ko'ni kitoblarni, burungi kitoblarni ko'rdi. Albatta uni ko'rish jarayonida o'ziga azroq bir narsa yuqtirsa bo'ladi, lekin qatmanlashib qolsa bo'lmaydi. Qatmal ideyada bo'lib qolsa bo'lmaydi. Chunki mushta bo'lmasa bo'lmaydi bu degan ideyada bo'lib qolsa bo'lmaydi. Chunki hozir yoshlarga ba'zi narsalar kelgan vaqtida deyish baktas ularga tushundirmaktas. Chunki u tushunmaydi. Nima uchun tushunmaydi? Chunki u tarixni bilmaydi. Tarixni tushundirish usulini hozirgi davrga moslashtirib tushundirish kerak. Burun mundaq bo'libga qarab bilan, mundaq bo'lgandan keyin mundaq narsa bilmasang bo'lmaydi. Juma hozir bola desam, "Va na'dunday shunda va yog'in yaqimig'ina shunday" dedi. Chunki bilmaydi-da o narsani. Gapimizga aslisiga qaytib kelsak, mundaqsan bo'lmaydi juma, undaqsan bo'ldi juma. Gap qo'yish menimcha yaxshi emas. Ko'plab narsa o'rganish kerak odam degan. Tinmay o'rganish kerak. Bilimning qat'iyligi yo'q. O'rganish kerak. O'zgartiramiz bizga ekologik nurg'un ko'rmalarga shaxsan menga cho'ng darslik bo'ldi aka. Gapga qaytib kelsak, mushada abay men siz bilan paranglish jarayonida yana bir narsani his qilib qoldim-ku men. Turmushda yumoristik qo'siz. Hammadan shunday bilamiz-ku. Qaysar Habibulloh sizlar yumoristik bir obraz ko'z oldimiz keldi-ku. Sizlar mush chiroylaringiz burningizmi purchaq appandim. Opamda nima gunoh? Demak, gapimiz mang'ida. Demak, mush yumoristik mush xarakter qanday yetilgan sizda? Kino ovoz berib yetib yetilganmi yoki bu aslida ham sizda bir detalmi bu? Men yumoristik emas. Masalan, hozir mush programmadan sirtiga chiqib ketgandan keyinlar mendek ig'ir odam yo'q. Menga bir gap nihoyat ta'sir qilgancha, az so'zlab ko'p anglash degan narsaga o'xshash. Unda gap desam, men qilishimcha aka, mush Qaysar kamdan burun talay yulduzga yangi chiqqan vaqtlarda bak sho'xti Qaysar kamcha, bak tetik var qutgayliqqa bir savol so'raydigan yerlar deylik, chunglong deydigan gaplar chiqib paytlaringiz bor. Hozir putlasi qaraydi. Hozir men qoltisda mamada qarsam, his qilsam programmalarda sal yig'ilish qopdi Qaysar kamcha. Burun bilimsiz vaqtlaringizmikanmi? O bak uyg'onayotgan vaqtlarniki deb. Hamma narsani bildigandek.
Unda bo'lsa, men yana bir muhim savolga o'tib ketdim-ku. Hozir shu siz gap qilyapsiz-da. Hozir mendagi bo'layotgan hissiyat qanday desangiz, siz hozir so'zlab beryapsiz bir narsalarni. Masalan, ko'zlarni ching yumsam, men bir kino ko'rayotgandek hissiyati bo'lib qoldim-ku. İşte bo'lyaptimi? Bu ovozingizdan aloyidligida bu hisobda. Bo'lib bu ovoz tutsangiz ajoyib bir xil o'zguchiligi bor-ku. Siz mush aloyidligingizni qachon bayqagan? Televiziya stansiyasiga imtihon berganda bayqilib qolgan bo'lishi mumkin. Başta balıq davrini bir so'rab etding-ku. Hamda xo'sh, televiziya stansiyasiga imtihon bergan vaqtimda desam, bu ovozing tusish, shundan bayqaldi desak ham bo'ladi. 1400 bola imtihon berdi, shu shallashlar orqali oxir 8imiz qoldik undan. Shunchalik 1400 bo'ldi. 1400 bo'ldi, 8imiz qoldik. 8imiz 8-chi tanlash bilan kirganmi, AQSh bilan kirgan? Endi hozir shu Nurali yirisman bo'layotgan mush ovozim bilan kirib qoldim deb o'ylayman o'zimcha. Nima uchun deganda bir qiziq bir ish bo'lgan bu imtihon berish jarayonida. Bizniki Abdurahmon Asad deb shu chog'dagi rahbarimiz, birinchi darajalik rejissor Abdurahmon Asad, balki yosh bolalar ya biladi ya bilmaydi. Ikkinchi dunyo urushi eng oxirgi bosqichga kirdi. Sovet Qizil Armiyasi Germaniya chegarasiga yiqilib keldi deb halokat orqali degan bir film bor, shuni bayonini o'qigan, nurg'un narsani o'qigan. Salomat bo'lsin, sog'lik bo'lsin. Shu akamiz bizdan boshdan oxir imtihon olgan. Bir qiziqishdan birisi bo'lgan. Menshida 8 qitim olgan bizdan menshida. Asosliq shu menshida. Birinchi qitimliq menshida kirib o'tadi, aslida ayat o'tadi. Abdurahmon Kamlabamiz, cho'ng professorlarimiz o'tadi. Men kirdim. Ismingiz deydi. Deb hamma desam, işte eski qog'ozga bir varaq qog'ozga so'zliklarni berdi. Qachon o'qitdi deb degan ala so'zlar lekin ko'zim anida. İşte o'qib olay deyman. Chiqding dedi. Ha? Desam chiqding dedi. Va bu desam, ay yandagi ishxon kirib sizga 10 minut vaqt bermam, bu so'zliklarni yotlab ko'ring deydi. Tugidim dedim. Bu yotlashgan o'zim bilsam, boshlang'ich o'shligim. Qo'shaqman. Lekin u vaqtida qonda yotlab qoldim, o'sh guldur. Masalan, mana azimiyada savol. Cheket, pashla vaqtida bizga tiniq deydigan bir narsa borcha. Qilib qo'ygan deylik. Filmlarga ovoz berish jarayonida bunday dedi. Shumi gapmi? Qilganimda tiniqlarni shu vaqtda kitoblar uvit etdi. Masalan, mening kayniga Yashayli aka him deb yozib qo'ydi, uni him deb uyg'urcha. Him deb o'sha kulkilar bo'lsa ha deb yozdi. Bundaqda ham o'sha kulki bor demoqchi maqsad. Shu bityatlayapman deylik. Him ha. Chaqadi 15 vaqt ishlab chaqadi kirib yatlab oldingizmi dedi. Ha, yatlab oldim sen. Dangal deganda beshini unutib qoldim. 0 deb beshini yeyishim yo'q. Beshinda pasona bo'lam desam. Nima deb o'qibadi. Shu guldur. Him ha. Birdan tugatdim deylik narsani. Tugatsam, o'jab tez tugatdi bu. Bu hissiyot o'tir. O him ha hiylarida o'tirlikda to'xtab, bunda bo'lganligingiz uchun bunda qildi siz-a? Ha. Bundan deb so'z ekanda asli. Men degan ha. Tugatdim. Bo'pti. Endi u demakchi o'g'ini ham deylik, as tutish qobiliyati yaxshimi, yaxshi emasmi, shuni bir sinaydigan. Uning keyindan vaqirtdimda. Vaqirtib 50 metr oldida bir og'inangiz ketib bordi. Chaqirib yiqin dedi-da. Ayalni yig'ib toz to'labdi men. Bir vaqiribdim. Nurali puftim bar kuchim bilan to'labman. Nurali. Xo dedi ilqadam. Abdurahmon akamda xo deb qo'ygan. O yaxshi o'xshamamdim debdi men o'zimcha. U emasga. Xo deganki, "Va, toza vaqiribdim" dedi. Endi 100 metrlik narsani chaqirib yiqildi demasmi? O farq bo'ladi-ku, ovoz artistlarining ishidagi eng aqlli qoida shu. Endi shu hissiyot, holat o'zgarishlarini bilish odam deganga-da. Endi hozir ikkimiz men yaqin o'tiribda paranglashyapmiz. Men megarak o'tasam balkim kuchliroq yiqilishim mumkin. Megarak o'tasam men bo'shroq yiqilishim mumkin deganga o'xshash-ku. Masalan, holat o'zgarishi biz uchun bek muhim. Filmlarda bunday holat o'zgarishi bek ko'p chiqadi. Masalan, Jubalan için so'zlayotgan, o chiqqandan keyin kafetinlar so'zlashayotgan, odam bilan odam ta'sir qilmagansiz. Quloq kelib qo'ygan. Shu holat o'zgarishi bizni shu talantni talab qildi-da. Shu imtihon jarayonida 50 metrliknikini bir chaqirtib bo'ldi. 100 metrlik kelganda endi vaqiryanmadim, rost gaplasam bor. Unundimi bekara kuchaysam kuchayammadim. Keyin uqsam nimaga desam, shu vaqirash jarayonida ovoz yitilmamdi. Ovoz o'rni chatnab ketmamdi. Mush narsani bir sinaydi ekanda. Ovozing suzukkan, yaxshi ekan dedi. Yana bir 5-10 kun o'tgandan keyin bizni hamda
loyinping deb qo'yamiz, jifang deb qo'yamiz. Endi hozir o'zimizning til bo'yicha aytgan vaqtida. Ovoz ilish uyi, ikki mikrofon bor, bir 10 nechimiz bor. Endi bizniki shu mikrofondagi ovozimizni siraydigan bir menish ekanda u. Oldimizda mikrofon bor, cho'ng bir gest bor, shu gestni o'qiymizda endi. Bu ham qiziqishdan birisi bo'lgan. Qaysar dedi, ha, siz keldi dedi-da, o qarang yerda o'tib ovoz ilish uyini eshigini ochimiz, kirimizda yerga. Chekimaylik eshigini. Birisi ochmaydi. Chekimaylik. Ochmaydi keyin. Bormisan dedi emasmi? Voy, kiramatmi ichga desam, ichida Anvar Barat. Ustozimiz Anvar Barat hozir pensiyaga chiqdi. Oy, tutib eliq eshikni ochgan tiylik eshik mondo o'tirdi. Ochi eshikni chekib kiribman men yerga. Uqmaymizda, biz eshikni bilmaymizda. Shu eshikka bir qarab qo'ydim, qarab, yo'q, eshik yopilsa gub qilsa, butun oy tamomamiz Moshlar qilish. U nima uchun? Chunki ovoz chiqib ketmas uchun, ovozning suzuk darajasi yuqori bo'lish uchun. Shu ovozning nasi texnik xodimlar shu bitta o'z ayni ilish uchun-da ana ovoz. Shu bir qiziqarli ishlar bo'lib ketgan menga. Shu kirmamsa deb o'zim orolni ochdi degan. Mushunda ovoyliq ishni qildilar. Deb ishga bir qarab qo'ydim, uni keyin kapla. Ma badan bilan hozir mochamaysiz deb. Hozir badan yaxshi. Hozir endi unda ishlarni bosh qilganni. Shunday qilib tanlanish orqali endi mening ovozimni asosiyatan shu yoshlar ovoziga, yosh ovoz artistlarniki o'rniga to'g'rilab turib, shu yoqda Chashqallarning ishqi bayvalarning hammasini ismini bir dafaq qilib bagim rost u shirpatcha qatnash jarayonida choyshqon, ilon, uni keyin Simbani o'tirish vaqti shu ovozlarning hammasiga bagan. Ovoz qurilmam endi shu yoshlarning ovoziga mos kelgan. Endi hozir ba'zi cho'nglarga beryapmiz, lekin ko'p so'z bo'lib ketsa o'zimiz beramaymiz, o'zimizni qiynaymiz. Chunki u ko'p so'zlarni berish sal tezki to'xtaydi. Endi o'zimizga tushadigan, o'zimiz dematlik yoqimizsa mesela g'ayriy karton u bu narsani o'zgartishlari bo'lib qolsa. Lekin faqat ovozingiz o'zgarmabdi Juma aka. O'zgardi. Biroq shu ovozlar yana bor. Bunda ko'zimiz yumsaqlam yana shu kapondaklam. Kapon ismi chiqib qoldi bu yana. Axir savolim shunday qilib turdi. Yetlab akeldingda shunga. Ishqilib siz to'g'riliq nurg'un ishlarni bilib oldik. Mayli kasbiy jihatdagi ishlar, ulamda oila jihatdagi, ota-ona jihatdagi ishlarni bilib oldik. Hamda men programmaniki muqim so'riladigan 8 savol bor emasmi aka? Buni savol, atiya savol so'ralgan. Atiga yoqsa, men ishkaylanning iliq naqmayda hissiyoti o. Birinchi javob berish bilan o'zimning erkinligimi yoki? Yo'q, xatoga qilsangiz bo'lmaydi. Rost bo'lqidim bir savol. Xatoga qilmoqmidimi? Talay yulduzda iliq yog'an bo'lq ishlatsalar aka. Rost bo'lqidim bir savol. Ondan sonra başlattım aka, yağınga qilish qat'iy olmaydi. İşte so'ramsan, az so'ramsan. Ya az so'ray, bo'lmasa talay yulduzdak bo'lib qolmasin. Talay yulduz vafosizlik qilmagan. Birinchi savol, siz qancha yil to'y qilgan ayolingiz va bolalaringiz to'g'riliq so'zlab baqqingiz bormi yo'qmi? Voy, men bu gapdan so'rab yurgansiz. Deyishlik ketmaydi bu o'zimning amaliy ahvollari tursa bu. Men 2000 yil to'y qilgan. 2001 yili 5-oyda qizim tug'ilgan. 2000 yil ne to'y qilgan? Kim bilan to'y qilgan? Shu birinchidan ayolingiz to'g'riliq parang bo'lish kerak bu yerda. Hozir ayolim bilan to'y qilgan. Ondan burunqi ayolim. Yengemning ismi nima? Malika Abdukerim. Sizlar savoddosh? Yo'q, savoddosh o'qimagan. Men dedim-ku, men dashada o'qimagan deb. Lekin men o'zligimdan o'rganganda, o'zligimda Shinjonda. Ikki xil kasbda. Ikki xil kasbda. Qanday tunishgan? Shinjonda shuniki pilostatika kasbida o'qigan. Men Shinjonda shuniki o'zligidan o'qishda Uyg'ur tili grammatikasida o'qigan. Men o'zligimdan o'qiyman, idorada ishlab bo'sh vaqtim chiqsa maktabga berib tiz shoyda qo'ymizmi hozir. Shunday o'qigan. Shu yer tunishgan. Yo'q. Ham ishimiz ma'lum sabablar tufaylidan men boytaq, uni boytaq, bayatdan dilimda o'ynab yurgan. Do'stlarniki bir uchrashishida shu yerda uchrashib qolgan. Kim bosh talab qo'ygan? Albatta, aks qo'ymamda va hamma nima gapdan so'rab. Yo'q, vaqtdan siz ne bo'lmasa bir cho'lpon sanildigan vaqtlaringizda 2000 yilmi? Yo'q, vaqtlarda bekelqi namam anchim chiqatmay haq biladi, qaysaroq bo'lsa, deb biladigan vaqtlar. Xeyli jiq kinolar 90-yilmi ovoz bergan aka. 92dan boshlab, 92-yildan boshlab. Men hozir ayolim bilan hisobda 8 yil muhabbatlashgan. 8 yil muhabbatlashib. 92dan boshlab. 8 yil muhabbatlashib.
Qishimni atqanimda bilib olsangiz 8 yil muhabbatlashib 12 oyda to'y qilgan. Aş xizmat kirib bilan boshladingizdan, ha? Qo'g'lishni. Hamma ishni vaqt tutmasak bo'lmaydi. Demak, Shunga yosh turgan. qanda talab qo'ygan deb turibsiz. Nima gapdan so'rab? Nima gapdan so'rab? Unda esa baldırınız to'g'riliqchi. Qizim, bir qizim bor. Hozir oliy maktabda o'qiydi. Birlam qizınız var. Ha, birli qizim bor. Tugide. Tugdi. Yana bir balni ham. Birovni tatga chiqmasmi? Rahmat aka. Unda bo'lsa ikkinchi savol. Siz tamoq etishni bilamsiz aka? Tishtivitimi? Tishiysiz. Bir ximir jug'ranmayman. Kuch yetmaydi qilmish. Endi vali qarab, tamoq etishga kuch ketmaydi. Manda qilqi banfa ketib qoladi. Orliqda men 1 yil turdim dedim u uyda. Shu vaqtlarda opam chaqirtib kelib, ba'zi sayqorish, saylan to'g'rash, shu narsalarni hammani uyga ketgan. Endi demoqchi o'g'ini, keyin o'zing yolg'iz qolgandimi bolam? O'zingni jinni o'zing jon yetib ketalaysan, bu bir hunar bolam. Bu qandaqdir rasmiy oshpaz bo'lib, bu bir yerga kirib qilgan ish emas. Endi har kishi degan har kishi, lekin bu hunarlarni bilmasa bo'lmaydi. Meni dadam mosh lag'manlarni, pololarni yetganmiz, ajoyib chiroyli edi bu. Menmi shu? Men polo asamdagi uyda asosiyatdan Qozon bishsiz. polo aytayli desizlar, ayolim sayta bo'ldi, sana o'xshaydi deb men aytib ketaman. Bu tamoq etish degan u normal ahvol. Bu degan mayli er kishi ayol kishi deb ayiradigan ish yo'q bu narsaga. To'g'ri. Agar unda ariydigan ish bo'lib qolsa, butun jamiyatga dasiplan hammasi er kishi. Ayol kishi bilan mukofotga erishmoqmidi hozir bundaq aytgan vaqtida. Ayollarningki mukofotga erishgani yo'q. Dasiplan hammasi pulni tepatgan yana er kishi. Lekin shunda oila kelgandikinlar o'zining erlik g'ururi ishib ketib qolamdi. U g'urur deganda unda hech ishlatmaydi aslida. Shu U qozon beshirga yoki u bu narsaga ishlatmaydi u g'urur deganni. Ayoli uydagi bolalar qiyinchilik uchirgan vaqtida to'xtab tura deb o vaqtida g'urur ishiltish kerak. U yilqi bu tamoq etish, u bu jon beqish, u bu narsa emas bu. Tamoq etishni albatta bilmayman. Men faqat xamirli jug'uri olmayman. Xamirni jug'urib tayyor qilib bersa, o jildlarni ichib o'tadigan bo'lsam, men tamoq etishim. Lag'man so'zlasam, vas uritim hozir yaxshi bo'lib ketdi mana. Xamir jug'urish majasiz menga. Turmush sharoitimiz shunday yaxshi bo'lib ketdi. Sirtga chiqsaq tayyor jiz bor. Akriblar o'zimiz xamir jug'urish qo'shaqmiz. Men parqib tashlabla so'man qilib olamiz, yo'qmiz lag'man qilib olamiz. Pololarni yetib olamiz. Tamoqlarni yetishni bilmay asosiyatan endi bakiliqi. Murakkab tamoqlarni yetamizmi? Endi asosiyatan balarimni, ayollarimni Shu aytgan tamoqlaringiz orqali qo'shal qila olasiz shuni. albatta. Rahmat aka, lekin savol bu emas. O sizma bek davagan aka men qaltista. Oyliq mushkina chashqanning nimasi qilib qo'yib, savol u emaskan, bilet mushkina qanchlar kirpiki bor. 6 miki, 5 miki, 4 miki savol bu emas. Birga bir. Allah uchungni. Birga ish qilib, hey. Undan so'ng ikkinchi savol ha. Mishada saqchi kasalni bo'ldi. Uning kapolat. Siz ovoz bergan ma'lum bir filmdagi obrazni naq maydonda do'rab bering. Undan so'ng men mush yaqinda uydagi vaqtlarimizda-ku, mush yana bir ko'rsam filmini qaytadan biz uydagilarla o'tirib bir ko'rib o'tdik-ku. Birinchi qismdan boshlab izlab tepib 170-qismgacha bir ko'rib o'tdik-ku. Ko'rib har qayta mush Qaysar akamning ovozi chiqqan vaqtlar bir hayajonliman-ku. Nima degan berib o'tgan ovozlar ma'vo deb. Nima degan pechet. Hozir haqiqatan Endi uni buni desak, toza balkim men desam toza to'g'ri bo'lmasligi mumkin, lekin men bir ko'rinman nuqtasidan shuni deya olmaymanki, lekin hozirgi kinolar tarjima filmda bizga burunqi o'xshash ondoq ma'naviy zuq ata qilib bo'lanmidi deb ayta olaman. Masalan, o'sha yana bir ko'rsam to'g'riliq qilib qoldik-ku. Masalan, shuningmi o'zining tilini ko'rib baxtim-ku men. Bu o'zining tilini ko'rsam pek zerikishlik tuyuldi bu kino menga. Birinchi tushunmadik-da. Aslida tarjimasi bor. Ya'ni tushunyapmiz. Tushunmadikmikin desak tushunyapmiz, lekin ovoz bearam, tuyg'u badi. Uyg'urcha ovoz berilgan nusxasini ko'rgandan keyin bir xil odamni o'ziga jalb qila oladigan bir kuch bor-ku. Masalan, shu Pakkapon deyli, Pakkaponning asli ovoz baksatgan-ku. Men ko'rsam, baksatgan. Kuldiga ayaladimi? Kuldiga yo'q-ku uningda. Uni siz o'zingiz qo'shgan ekansiz-da bu yerda. Endi bu komediya filmga ovoz berish degan ikkinchi ijodiyat emasmi? Ha. Arslon deymiz bu narsani. Ikkinchi ijodiyat bu hamda. Mundaq aytgan vaqtida, masalan, so'zlayotgan so'zlikni biz yo'qlik qilib yetamiz. Jimjit holatda ashi nima qilayotgan bo'lsa, ashning holatini egallash bizga birinchi nuqta. Ha, buning asli holati mundaq ekan. Chunki balkim koreyanchisida ovoz berilgan bo'lishi mumkin yoki biz o'zi tunchishning ovozi bo'lishi mumkin. Uni biz men ko'rib baxmagan, uni men bilmayman. Menga kelgandan keyin men buning butun ovozini o'chirib yetiblar. Bu zot qandaq harakat, ifoda, chiroy ifodalari, satligi u bino. Nega desa,
Külkende qilib qo'yiblar uniki tishimda chiqib qolganda uniki. To'xtab buning kulkiga bir ijod qilib baqsam bo'ladi bu kulkisini. Da bu kulkiga bir ozroq ijodiyat qilg'izdim. Uni keyin so'zliklarni so'zlab o'tish jarayonida ba'zi bir gap so'zliklarni aytib sho'q. Bugun sho'q balada u. Uni keyin tarafa qiliblar. Bu meni kichik vaqtimda o'xshab qolamdi. Nima aytib olib bola ekan ama u. Deb o'zimizniki ba'zi bir xarakterimizni shu rolni ichiga singdirishimiz kerak. Birinchi rolni tadqiq qilish. Ikkinchisi o'zimizniki qila oladigan holatini shunga singdirish. Ana shunday bo'lgan vaqtida uni keyin bu rol muvaffaqiyatli rol bo'lib chiqadi. Rol egisim talab qiladi-ku ba'zi chog'larda. Men talab qilay juma kapman. Bo'ldi. Chatoq. Berbiqa men hozir. Sen boshda bir da'vat gapingni Onu kendi şöp etişken çıktım, avazını çıkamay, ağızlarken onlarla kıpemezsin. Çolpan geldi programımızdan bugünkü alay sanığa biz Kayseri abi bulan teklif kıldık. Endi avazını çıkamaydı yine. Çolpan geldi programımızda biz alaydan bugün Kayseri abi bulan teklif kıldık. Uzan avaz özüm düşmeyaptı. Unda olsa ka, bu gapni bek buruvatdınız. Ha, baytın dedim koy. Kim Kaponu kilemdik ya başka bir ressamı. Kim o kaponu? Çoğunluğum avaz verken cuma Kayseri kamerası men kim oşu şeydi ki. Şahrukhan verken raz. Abdülkerim kamgım ben. Pak kaponikini anlayılır. Yaqında özümü de bitib ketdimmiş. Yeni bir kösem filmini qaytadan ko'rdim deb. Avaz bergan filmlarga oid ko'p xalqning bakrak esida qolgani. Yeni bir kösem filmi. Endi bu filmning o'zimi oid yaxshi ishlangan bir film. Bu filmda asosligi turmushning ichidagi har qaysi detallarga oid inchkiliklar yechib Masalan, buning ichidagi boy oilaning ishi, ularning uyidagi jidal qurmaslik, jamiyatga o'tir qatlam oilaning ishi, ularning ichidagi ba'zi bir to'qinishlar, uni kendin el qatori ketayotgan oilalar, o'zining jafo mushaqqatlari, qizig'i yigit tepilgan, bu yoki o'g'lining kimni oldiganligi deganga o'xshash muhabbatmi bor, turmushniki ishlarimi bor. Chiqib bizniki mundaq aytgan vaqtida ba'zi bir turmush sharoitlarimizga sal moslashib qoldi bu filmchi. Ko'rgan odammi, unda qarab yiqiblar to'xtab turasiz, bojuma turmushda ishlar. Deb ba'zilarining qo'lisidan o'tgan, ba'zining oilasida paydo bo'lgan deganga o'xshash. Musa bo'lganligi uchun bu filmni nihoyatda bir olqishga erishgan bir film bo'lib qoldi. Shu zamonlarda ovoz berilib bo'lgandan keyin buningki qo'yilish nisbatimi televiziya stansiyaniki eng yuqori pallasini yaratgan. Shu filmlarni qo'yish jarayonida eng yuqori pallasini yaratgan. Shu vaqtida Munira G'upurmi mushu film to'g'riliq alayda bir suhbat programmasini o'rinlashtirgan. Farhod Tolib akamiz rejissyorlik qilgan. Mundaq aytgan vaqtida birdan bir tarbiyalagan odam desam bo'ladi men ham. Shu vaqtlarda idoraga yeng kelgan vaqtida yana temizni chatlab ketib qoldik. Mush gapni davolay dedim. Idoraga yeng kelgan vaqtimda men 6 oygacha ovoz bermagan. Mush Farhod Tolib filmni berdi. Buni oldi aytdi. Qarabdim. Qaysi rolman desam, "Teptish" dedi. Tepkish degan izlab ketdi. Tepkish deb ism yo'q bu yerda desam, "Yenimda o'tirib tepkish qilsa" dedi. So'zliklarni to'g'ri xatolik qaraysa dedi. 6 oy yenda o'tirgan. Bir qurma ovoz bermagan. Yaxshi, men u degan so'zim berib baxmagan. 6 oymish yenida o'tirib so'zliklarni to'g'ri xatoligiga qaraydim. Undamda "O gapni xato deb qo'y" desam, mikrofonni ochdi. "O gapni xato deb qo'yding" dedi. Yana o'sha qaraydim. Bu qilmoqchi o'g'ini so'zga pishiq bo'l deydi-da. Shundan keyin 6 oydan keyin Çoğluk Kız deb bir film bor. Bu dunyoga dangliq bir film. Kino hamda bu hisobda. Shuning ichidagi bir rolni berdi. Shu tunji ovoz bergan filmim shu Çoğluk Kız degan. Bosh rolni berdi. O Çoğluk Kızni meningcha hozir yosh bola ancha tushunmasligi mumkin. Bu bir dangliq asar. Bir payish qizni bir bola yaxshi ko'rib qoladi. Balkim hozirroq mazmun deb desam esona kelishim bu bir kitob bo'lib chiqdi. Fransiyalik yozuvchining kimi o'shda bir buning hissiyot talab qilgan yerlarimi bakchiq. Hammasi ishdan tushib ketgandan keyin day qolib qoladi. Shu dayni o'zim yolg'iz o'tirib tuyqo'shing deb qo'yamiz ham biz yiliq mashq deb qo'yamiz. Eg'iz keltirib so'zlik mashq deydi. Shunaqa tirish orqali mana hozir bir ovoz artisi bo'ldik desakmi bo'ladi. Bunday aytgan vaqtda tirishish ham narsa. Shunda qilib gapni keyinga kelsak, endi shu pakkopon shundaqmi? Bek burdingiz bu gap. Bir muvaffaqiyatdan keyin ashta boshqalar o'ylab yetolmaydigan shunda bir javr mushaqqatlar bo'ladi-da aka. Bu amaliyotga aniq masala. Hamsi mush naq maydonda bir anglab baqamdoq. Pakkoponni bir agap baqamdoq Çolpan keldiga. Pakkoponni bir qaytirib agap baqalayapti. Buningmi uzun yil bo'lib ketdi bu ovozg'imi. Kuchab baqay o'zimmi. Endi bu shu ikkinchi bo'limida bu pakkopon komjoni yaxshi ko'rib uyiga boradigan bir yerlar bor. Kunda degan qaynab suv to'shiydi. Bir necha qismi shunda o'tadi buning. O'zimi uyqusi deganni jitib
at deganda berib ash qaynapsang suvga chiqardan saqlab ishkini oldida o'tirdi. Unimi da baqidi, bunimi da baqidi, faqat gap qildirib olmaydi-ku opsini. Eng oxiri mana bir gapni deb qaynapsini kuldiribdi bu. Kuldirib o'tirliqda bir yaqinchilik paydo bo'lib qoldi ikkisiga deyishadigan. Amaliyot azaldan gapirmagan. Endi miyada bunda bir gap bor. Aşağıdaki ovozni azroq bir do'rab beray. Azaldan o'tirib ovoz berib baxmabdi ekanman. O'tirib desam tozi ishga kirmaydi ekan. Voy rahmat. Apa, akil to'g'ri men ketirib olay, men ketirib olay. İşte. Akil. Apa, men sizga bir eg'iz gapimda ya. Siz to'g'ri yemaymi, madda qurib tushirishni bilamsiz, ha? Qarang, 4 xil usuli bor. Birinchisi, osh qo'yib, niqtab o'ltirish. Ikkinchisi, cho'ng tarat qilmay turib, tunjiqtirib o'ltirish. Uchinchisi, kichik tarat qilmay turib, burmilab o'ltirish. Eng oxirgisi, usamay turib, meyran qilib o'tish. Akram. Osh gapni anglab, yana qiynab kulib ketdi. Uni kendilar, apa, komjo yaxshi qiz qarang, men biz ikkimizga bunday qilin, anda qilin yoki bo'lmasa bizni bir nima qilsangiz desa, uni kendi kechda uyga keling. Uyga tomoq yon deganki, xo'shalilar eng oxiri qoyil qildim qiynapamni demoqchi-ku maqsad. Demagan gap qolmay oxiri mush gaplarni deydi u. Rahmat aka, mani xir o'ginibsizmi? Xira qolangiz deb aka. Voy, endi qanday qilmayman deb bu shu bizning ta'sir qoyiliqa daftaringizda ichida bor gap shu ekan. Bu gap yo'q. Kichik sunnam degan bola deydigan. Sunnam yigitib qo'ydi buningga. Shuni mush gapni o'ylabla, mush gapni bir dafa qo'ydi deb og'ir deydigan gap deb bo'lmay shu gapni desa, o'ylamaga yadilib poqitli ichilib ketib qoldi. Kecha uyga tomoqni yebdi shuning bilan. Barabar. Mush kinodagi aka men shu Pakapon bilan dadisining ikkisining roliga bakam rahmatcho. Ikkisi paranchiligi. Dadisi tillab yuriydi-ku. Men sizga masaj beray, shuni qayta bir o'ynab beraman aka. Pakaponning dadisiga gaqan obrazni. Hey, chijonim qo'ldan. Qani bo'pti hozir qilmoqda bu? Ko'zimga faqat sig'maydi. Chapsan yo'qotuni. Ko'zingga sig'misi? O'zingni chichu. Tozini bir o'tazlaman. Bo'ldi qiladi-da. Bugun yashanba akamni tozalab ana. Mama, nikla. Mamani chaqama. Mama. Nim bo'ldi? Pakaning jin chiqdi. Dastin paka deydi. Pakaning jin chiqdi. Oy rahmat. İsiz bakar diyaloglar. O dadisiga parat olib ovoz bergan emasmi? Paratkomni bek yaxshi ko'ramiz. Rahmat aka, rahmat, xo'sh bo'ldik. Keyingi savol. Yaqindan beri programmalarning riyosatchiligini ham qilyapsiz. Buningda xabaringiz bor? Riyosatchilik jihati o'zingizga qanday baho berasiz? Endi riyosatchilikning gapi chiqib qoldi. Men riyosatchilik jihatda muntazam tarbiyamni ko'rmagan. Ovoz artistlikda muntazam tarbiya ko'rmagan. Faqat Uyg'ur tili grammatikasi yoki bo'lmasa Uyg'ur tilini yaxshi so'zlaganligim uchun, ochiq so'zlaganligim uchunla mush jihatdagi ortiqchiligim asosida ba'zi narsalarni qilib kelyapman. Riyosatchilik bu shuning ichida. Endi ba'zi bir qisqa nasr deymiz, she'r deymiz, monolog, dialog deganlarni mushu suzuk ovozim bilan haqiqiy yiqishliq bo'lganligi uchun ko'plab olqishga erishyapti-da. Endi men o'zim bu narsani yaxshi o'qiyapman, yaxshi qilyapman deb o'ylab ketmayman, lekin davomli o'rganish bosqichida bo'lgandan keyin texmi tirishishga, texmi nurg'un hissiyotlarni ichiga qo'shib xalqimizga bir ma'naviy jihatdan bir oziq bera olsa degan umidda. Endi men riyosatchilikning gapi chiqib qoldi. Riyosatchilikda men muntazam tarbiya olmagan, bunday aytganda. Ta'la yulduzininki bir riyosatchiligini tanlash kelgan vaqtida bir qiziqish bo'lgan. Shu vaqtida Ta'la yulduzidagi programma xodimlari Gulshan Mamat Tursun bana telefon qilib, "Mushtaq bir program ishlamoqchi aka. Mush programmaga bir yasashlik qilib bersangiz" degandan keyin, "Voy, men bundan chortli xabarim bo'lmasa, qanday yasashlik qilaman?" desam, "Voy, yoqa qilib ketayaptingiz aka" dedi. Odam ba'zi hollarda o'ziniki qobiliyatini o'zi bilolmaydi ekan-ku, his qilolmaydi ekan. Boshqalar ko'rish jarayonida uniki to'g'risini xatosini boshqalar arib berganga o'xshash. Ama o'zimdagi ba'zi bir ortiqchiliklarni o'zim his qilolmaydi ekanman da. "Voy, siz qila olasiz aka" dedi. Shuning bilan bo'ldi unda bo'lsa, sizlar boshqa odam tanlanglar. Tanlab beqib, uni keyindan shu tanlab bo'lgan odamlar bilan meni bir tanlanglar. Qaysimiz yaxshi bo'lsak shu chiqsak bo'ladi deb men o'zimga osh talabni o'tirib qo'ydim. Men shu imtihonni beray. Shu vaqtda riyosat tanlashga imtihon olmoqchi bo'lgan bo'lar-ku. Shu programmanikiga tanlash uchun san'at maktabi shu vaqtda bitirish oldi turgan, bitirmoqchi bo'lgan, o'qiyotgan bolalarning ichidan e'lon chiqarib, shunga tanlag'izdi. Shuning bilan bular
Palan kuni nima qilamiz dedi-da. Degandan keyin, ha bo'ladi deb bordim, borsam xuddi sanga o'xshashlar udilmishlar birisi keldi. Shu naqmaynani o'zim jubirni berdim menga. U boshqa bolalar degan yotlab titivitibdi, yilqi so'zlik deganni. Men ishimda yo'q. Men bir yoqda ishlayotganda, mushu aka degan deydigan gaplaringiz deganda. Ha? Sen mushu deydigan gaplaringiz dedi. Boshqa bolalarnikini ko'rib boqaydi bu xiyol jiq bolalar aka shu vaqtda nima qaysi bir restoran ismini unutib qoldim. Shu restoranda olgan. Ishga mikrofonni qo'yib qo'yibdi. Shu bog'lovchilar bor, Ablat Abdurimlar bor. Uyliq san'at maktab butagan bolalar, har qamashqon, har chiroyli. Shunday yaxshi bolalarda meni beryapti, imtihon beryapti. Yot qildi-da, guldirlab so'zlayapti. O, shunga qarab men ketaychi ol dedim. Men ketay. Sen nima ish qiladi? Voy, men bu hozir ba'zonlar bu kitobni men nima qilib o'qipasam maydonda olsa dedim. O'qay. O'qipasam bo'ldi shu hissiyotlarni chiqarib, u hissiyotni chiqarib o'qishman. Osonli bir ish qo'y. So'zim bir o'qilib, keyin hissiyotlarlasam osonli bir ish qo'y. Mushatsam bo'lamdi desam, bo'ladi mayli ashna qilib o'qigan dedi. Chunki Gulshan mu butun so'zliklarni yotlab qopdi. O Gulshan joy turaveradi, endi o'g'li olmishaveradi. Bir maslashda maslash. So'zliklarni men o'qib olgandan keyin bo'ldi unda asal dedi. Men o'sal ishim oldirishman, qayta dedim-da. Ketdim, idora qilib ishladim. Bir haftadan keyin sen tanlanding deydi. Voy, men nima ish qilaman? Bu programning xarakteri bu ish qanday narsani tushunmasam, qanday men riyosatchi bo'lib boqmasam, buni qanday qilsam bo'lar deb kallamga g'am tushdi meniki. Bak cho'ng g'am bo'ldi menga nisbatan-chu. Endi men ovoz berish kelgan vaqtida biz tanlangandan keyin mushu bolani tarbiyalab olsak bo'ladi ekan degan umidda andaq tarbiyalanaman-da men. Bundan uygunib, anada men so'zlaydigan, mundaq so'zlaydigan deb ashna uygunib bo'lsam, ma'lum bir darajaga kelgandan keyin o'zimni namoyon qilaman bir. Hozir bu riyosatchilik bir tanlandi degan so'z bir oydan keyin, 2 oydan keyin saknik chiqsali degan gap bu, boshqa narsa emas. Menda u ish qanday tayyorlik yo'q bu narsalar uchun. Oldi bilan riyosatchi qanday bo'lish kerak degan narsa uchun o'ylandim ham deysiz. Yoshlarda esonlarda bormiki, tunji sonlarda asosiyatda shu oliy maktabda yaxshi o'qigan, qaysi kasbda o'qigan, shu kasb bo'yicha savollarni so'rab, shu kasbni ancha namoyon qiladigan, shunday bir nimbatda. Shuna qarab bu bolalarniki hammasining ismi bor, o'qigan kasbi bor. Endi uning keyin o'zining san'atchilik talanti, savollarga javob berish, savolni o'qish menga ig'ir kelmaydi-ku. Ashiyatlarda bo'ldi. Endi chunki u yerda gap bo'lmaydi-ku menga nisbatan. Undan burun ko'p kitob ko'rdigan, shundan boshlab uyga kasbiy kitoblarni olib qo'ydigan bo'ldim men bunday aytgan vaqtida. Masalan, birsi plan statistika yoki plan kasb degan kasbda o'quvchi bola bo'lib qolsa, uning uchun ozroq bir narsa bilishim kerak-ku men. U masalan, rasmni o'qiyotgan bolaga tokning gapini qilsang, tushunmaydi-ku u bola uni. Shunga bu riyosatchilik deganmi universal bir sapani talab qiladigan odamga, universal bilim talab qiladigan, uning keyindan yerlik tilimiz bo'yicha ko'pni ko'rgan bo'lish kerak. O'shanga Gulshanga men aytib dedim, programma chiqqanda ba'zi ko'proq so'zlarni siz davolasiz Gulshan. Chetaq yo'q aka, xotirjam bo'ling. Aldirmay kirishib ketasiz sizmi o'la dedi. Ularning rag'batlari bo'ldi. Tursun Keram, Gulshan Mamat Tursun deymiz. O'sha programmadagi barliq ishlayotgan xodimlarning hammasi bir yoqdan menga hamdamda bo'ldi-da hisobda. Masalan, saknar ba'zi so'zliklarni deyolmaydigan ahvol bo'lib qolsa-mu, "Aytishmaydi, men qaytib kelaylik, aytishmaydi" deb qaytib keladigan. Uning keyindan men uyga qaytib ketgandan keyin deyolmagan so'zlarimni yoki bo'lmasa shunga javob berolmagan so'zlarimni qaytadan bir narsaga bir yeziblar. Nima uchun javob berolmayman men buningga? Bilim doiramda qanday meniki deb bara kasbiy kitoblarni ko'radigan bo'lib qoldim o'zim. Tasodifan. Demak, o'zingizga qanday baho bersak? Endi men o'zimni riyosatchi demayman. Men bir ovoz artisti. Bu riyosatchilik deganga-mi, nurg'un kuch ketadi. Endi men o'zimni bir riyosatchi deyolmayman. Lekin riyosatchilik bundaq bir programmalar kelib tuyuqsiz menga andaq yakos bundaq deb qolsa, shunisidan chiqishga tirishman bundaqcha. Tirishman. Rahmat. Undan so'ng keyingi suvetga ketdim. Siz eng yaxshi ko'rmaydigan ovoz artisti kim? Yaxshi ko'rmaydigan ovoz artisti. Yaxshi ko'rmaydigan juma? O'zim. Rostga qilishingiz kerak edi, bo'lquva. Eng yaxshi ko'rmaydigan ovoz artisti o'zim bo'laman-da albatta. Eng yaxshi ko'rdiganingiz kimsan? Eng yaxshi ko'rdiganim Bakchiq, Paratda olib, Abduqoyim, Emin, chunki men shularning hammasining ma'lum kichik uzundilarini o'zimga mujassamlagan. Eng yaxshi ko'rmaydigan ovoz artistingiz Vali emas. 50 qism kino. Filmning 5-dagi 50 qism o'shining voqeasi. Men mushta bolalar mana. Asli shuni deydigan asli. Umba. Demak, yaxshi ko'rdiganlaringiz Bakchiq. Yaxshi ko'rmaydiganingiz o'zim deb ayta olasiz. Nihoyat kamtarlik bilan, rahmat qaytasiz. Yo'q, kamtarlik bo'ldi bu. Unda bo'lsa, siz hozirgi yetishayotgan Validek
Yeni chiqayotgan mushtaq ovoz artistlarga bo'lgan ko'z qarashingiz qanday? Ularga nimalarni deysiz, nimalarni tavsiya qilasiz? Mundaqcha aytgan vaqtida mendan bir kaskinlikni talab qiladigan bir savol bu-chu. Chunki men mush kasbga kirish jarayonida men boyatin dedim-ku 6 oy ovoz vermaganman deb. 6 oy ovoz vermay, oxiri ustozlarniki e'tirof qilishiga erishib, mush ovozni sen bermasang bo'lmaydi deb menga buyurgandan keyin shu ovozni berish jarayonida shu bir asatlik bir kino. Shu filmga o'zimga bilingan har bir qur so'zni yodlab turib ovoz berishni o'zimga mujassamlagan. Kitob qo'limda bor, lekin bergan vaqtimda shu yodlab turib ovoz beray. Ko'zni ekranda uzmay turib boshdan ovoz beray deb. Nima uchun degan vaqtida, chunki men bir yoq ovoz berman, sen bir yoq ovoz bersa, ikkimiz ikki mikrofonda turib ovoz beramiz. Sening hissiyotingni men anglab bo'lgandan keyin men uning keyin o'zimning hissiyoti orqali senga javob qaytaraman. Sening hissiyotingni bilgandan keyin men o'zimning hissiyotim orqali javob qaytaraman. Bundaq gapda bu. Ovoz berish degan. Abaytin Vali 50 qismliq televiziya teatrga ovoz berdim dedi. Mama so'z seniki dedi-ku. Ashna ovoz berib 50 qismni pullab yanch hisobda ketibdiman dedi-ku. Endi u ovoz berish emas, u faqat so'zlash. So'zlisimi qandaqdir pul uchun so'zlagan bir so'zlik hamda. Faqat yozilgan xatni to'g'ri o'qib berish xolos. Boshqa narsa emas. Uningda na hissiyot, na obraz, bu narsa hech qanday mujassamlanmagan undaq narsa. Hozirgi yoshlarimizga mundaq diqqat qilib baqsam, endi bular suratni tezlatish uchun menga natija deb baqdi. Ovozingizni berib ketsangiz bo'ldi, jiq vaqtingiz ketmaydi aka. Bir shanba kuni chiqarsangiz 20 qism, 30 qism bir xil berib olasiz dedi-da. Bir shanba kuniga 20-30 qism filmning ovozini berib o'tam desam, hali deydi. Qanday beraman? Desam, siz o'zingiz yolg'izlik kirsiz, o'zingizning rolini deb beraman. Shu rollar chiqqan ekan shar o'tkaziblar. Shu rol boyaga akildi ekan. O'zimning ovoz chiqar ekan, bir ko'rdik ekan, berib etganman. Men bir betda bir yig'i so'zim bo'lgan bo'lsa, 5-chi betdan keyin men o'tirliqda nima voqelik bo'ldi, nima ishlar bo'lib ketdi, uni men bilmayman-ku. Shu ochkayniga keladi ekan. Mushunaq ovoz beradigan ishlar bor ekan. Endi nima desam bular? Bir filmni tushunib, shu rolni o'zini bilib, uning keyindan ovoz berilsa, u bir haqiqiy ovoz artisti sifatida beriladigan narsa. Hozir nurg'un narsa shunga qarab ketib yetibdi. Endi nima deyman, gapning eng saatini desam, mush kasbni yo'qotish. Boshqa narsa emas. Shunday televiziya stansiyasiga ovoz kasbi kirgan vaqtimda 3-qaror kirgan. 84-yili qurilgan. Uning oldida kino studiyasi 53-yili qurilgan. U hesabda Rajab Toji akalarimiz, bobolarimiz hesabda mushu kasbning otalari desakmi bo'ladi. Mush kasbni yaratquchilari ham hesabda. Biz shularniki izini yo'qotmay turib, televiziya stansiyasi 84-yili qurildi. 84-yildan boshlab mushu Paratda olib deymiz, Yalqin Sapar, Turg'un Qurban, Farhod Abdurashid, Rizvon Yosin, Gulnor Toyir, Fatima O'shur degan o'xshash nurg'un ovozlar, ovoz artistlarimiz bor. Ajoyib rollarni yaratib o'tgan. Nurg'unlar pensiyaga chiqib ketdi. Men 3-qaror ashi qabul qilinganligim uchun shularga 100 kilo alishim kerak. Chunki ular meni tarbiyaladi. Mana hozirgi mushundaq ovoz berayotgan ba'zi narsalarni ko'rsam, abaytin deb o'tib ketgan o'sha yana shuni ta'kidlagim keladi. Buni yo'qotishdan boshqa ish emas bu. Ana shu programmaninki munosabati bilan shu xizmatni qilayotgan, shu xizmatga ishtirok qilayotgan ba'zi yoshlarimizga shu gapni deb qo'ygim kelyapti. Bizni hurmat qilmasangiz mayli, kasbni hurmatlang. Sizga nom berayotgan kasb ovoz artistlik oddiy kasb emas. Oddiy kasb emas. So'zlash nihoyat oddiy. Lekin uni hissiyotli so'zlash, kishilarningki yuragiga berib takkidak so'zlash bu oson gap emas. Sizning oddiy so'zingiz hamon chaylinib ketadi. Oddiy so'zga hech kim e'tibor bermaydi. Lekin kasbga hurmatsizlik qilmang. Balkim ba'zilar mush kasbni qilayotgan odamlar bo'lishi mumkin. Lekin kasbni hurmatlamasak, shu kasb atog'in bizni xorlaydi. Shu kasb xorlab qo'ydi sizni. Diqqat qiling. Rahmat aka, rahmat. Deb qo'yishga tegishlik eng muhim so'zdan birini dedingizda, ko'rman nuqtasini ilib aytgan vaqtimda buni his qila oladigan bir masala bu. Men abay sizga nechiqdim, orliqlar dedim-ku aka, masalan, yana bir ko'rsam to'g'riliq va boshqa konu filmlar to'g'riliq paranqa vaqtda hayajonlanib so'zlayapman. Bu oson yerdan chiqmaydi-ku aka, yurakdan chiqadi. Albatta. Haqiqatan ham tirishayotgan, masalan, men dematdik yoshlarnimi, tirishmasin emas, buni albatta cho'qim qo'llash kerak. Lekin to'g'ri yo'lni tanlashga sizdek ustozlar turtki bo'lish kerak deb o'ylayman aka. Ustoz sifatida turib faqatla desak, sening mashing xato, bu ishni qilma desak, ammo men nima ish qilaman deydigan savol chiqadi bu yerdan. Mayli siz qaysi kasbni qiling, qaysi kasbda jon boqamandan yoki bo'lmasa qaysi kasbga hurmat bildiring, qaysi kasbning pulini tepib yeymandan qanday bir ish qilishingizdan qat'iy nazar odamiylik birinchi o'rinda turadi. O'rindiqda o'tirib olib, ulug' gaplarni deganning o'rnida
o'rnidan turibla bir ishni qilay degan eng afzali. Bu yerda o'tirib olib kitobni oldiga qo'yib, vatanim, men senim anti 4 faslning ichida bunday qilaman, unday qilaman, barlig'imni beg'ishlayman degan o'rnidan qopapla sirtiga chiqib, yerdagi bir axlatdan bir tanni ilib, axlatdan tashlab etgan afzal. Ben shuni ulug' ko'raman. Oddiy qilib aytsaqmi, hozir Van Xonglan deb qo'yamiz-ku, endi do'yin poyin bo'lib ketdi, jiqishlar bo'lib ketdi. Ko'rib turyapmiz. Ashlarnikidan huzur olamiz. Nurg'un odam huzur oladi. Nurg'undir funliq narsalar. Chunliq narsalarni nurg'un odam his qilolmaydi. Nima uchun his qilolmaydi? Chunki uni his qilish doirasi onimda ko'rgandan keyin, chunki ashnaga abayqa o'xshash axlatdan bir parchani ilib, axlatdan tashib yutadigan kuch yo'q. Ashiyapni anglab qo'ydi xolos, po'yinchorlarga vaqt chiqaraydi, o'zining rasmini da chiqarib qo'ydi, ustiga gapni yoziblar. Lekin o'zining nima ish qilayotganini faqat men yurgan tutib o'ylab boqmaydi. Bizim bunaqa odamlar nihoyat ko'p. Siz mashina his qilibsiz aka. Albatta. Biz hozir shu do'yin qatorliq modda botgan deydigan kunda ko'rib turamiz. Ko'rib turmasaqmi, ishimiz siqilib qoladigan darajaga bordik hozircha. Uni ko'ramiz, lekin biz eng nojirini tanlab ko'ramiz. Bizga hech qanday naf yetkazolmaydigan, bizga hech qanday aktiv ta'sir qo'zg'ayolmaydigan filmlarni tanlab ko'ramiz, tanlab turib taqatimizcha. Hozir mushundaq shakllanyapti, mushta ishlar ig'irroq bo'lyapti. Shu to'g'riliq azroq so'zlab boqqangiz bormi? Bu ashliq narsani ko'proq ko'rish degan nima degan vaqtida birisining xatoligini bek tepish ojizlikning ifodasichu. Bu gapni Tolstoy degan. Boshqalarningki xatoligi orqali o'zini qo'g'dash, o'zining ojizligini ifodalab berdi degan gap bor. Masalan, do'yinda ashliq bir narsa chiqdi deyli. Funliq narsa chiqdi. Yiliqini ko'gisiz ham deysan. Al ko'gini mayli tova. Hozir jamiyatda mundaq ishlarmi bor ekanda deb to'xtab turma, diqqat qilayjimi deb o'yinni shartda asli bizga. Lekin vuyu deb valoq vuluqli yo'llaydigan ish bor. Siz uni yo'lladingiz, mushunga bir hassangizni qo'shdingiz deganlik gapi boshqa narsa emas. Shuni yaxshi ko'rdingiz degan gap bo'lib qoladi u. Qo'llovsiz bor. Siz yaxshi ko'rmagan narsani nima deb yo'llaysiz? O'zingiz zararlanmadingiz. Xo'p, uni bir ko'rpapla ashaq narsaning borlig'ini qallangizni bilib olsangiz bo'ldi. Yo'qotsangiz bo'ldi. Uni yana qaytadan bir yo'lladingiz. Siz boshqalarniki sizga o'xshash o'ylaydiganini na'dan bilasiz? Mushu hozir mod ekan jumo deb u yana 10 necha odamga yo'llaydi. Shuning bilan u Van Xong bo'ladi. Van Xonglikqa mayli-ku. Nim bo'pti Van Xong bo'lsa? Men aqlimga o'tmaydigan narsa shu. Palpatish gap so'zlarni deb yoki palpatish usullarni o'ynab, u nimiga foydasi bor. Oxir kelgan vaqtida hamma narsa o'ziga qaytadi. Mayli yaxshi bo'lsin, mayli yomon bo'lsin, o'ziga qaytadi. Bu haqiqat. Siz yaxshi odam bo'lsangiz, yaxshi narsalar uchraydi sizga. Eski odamni sizga yaxshi ko'rinadi. Boyaqi to'rniki deydigan gapim bo'lsa, shu ekran oldida ko'rmanlarimiz ashunaq narsalar bo'lib qolsa, taqatmang. Ballar hech nimani bilmaydi. Ballar degan bir aqvara qog'oz. Siz uning ustiga nima yazsangiz shu paytda mangib qoladi. Mushunaq narsalarni bir to'ssaq deyman. Mening iltijoyim shu. Mayli siz qandoq kasbda donqazining yoki qandoq odam bo'ling, qaysi jihatdagi odam bo'lishingiz xatini siz bir odam bo'laylik. Bak oddiy gap. Odam bo'laylik degan gap bak oddiy gap. Bak deyilib ketdi. Amal qilmag'imiz baktas. Shunga o'rningizni dasturing. Bayatdan degan kichik misolimga o'xshash ko'chaga chiqib bir varaq axlatni elib, axlatni o'g'ib tashlab eting. O joyi asha. O hargiz ko'chalarda peqirab yuradigan narsa bo'lib qolmasin. Başaka onda az rahmat. Ishqilib bugungi son programmamiz nurg'un darslik to'ldi deb aytalaymiz. Ya, unda emas. Men faqat o'zimniki, hamda men bayatdan dedim-ku, ta mushkamgacha 49 yosh kiribdiman. Kichigimdan boshlab kasbni qilib, o'zimni kasbiy jihatdan ozroq bir natija qozongan bo'lsam-mu, hamda ta hozirgacha mundaq bir suhbat programmalariga chiqib boqmabdiman. To'g'ri. Hozirgacha chiqib boqmadim. Chunki nima uchun deganda, chunki men yanali cho'lta. Men faqat kasbiy jihatdan bir ovoz artisi, bergan ovozlarim xalqqa yorg'onlik uchun, Qaysar Habibulloh degan ovoz artisi deb biladi. Meni qandaqdir bir cho'lpon deb bilmaydi. Cho'lponning bu vazini sal ig'irroq so'z-ku. Hamda hozirgi yosh bolalarniki moda so'zi bo'yicha aytgan vaqtida cho'lpon degan gap kelib qoladi ekan, lekin cho'lpon degan so'zni joyida har bir so'zni nuqtasiga ishlataylik. Hozir bunda qalayimqon ishlatadigan so'zliklar nihoyat ko'p. Biz ba'zi bir materiallarni o'qish jarayonida ba'zi bir so'zliklarga duchor bo'lib qolamiz. Joyiga kelsin demoqchi mening maqsadim. Shu vaqtida shu so'zningki qimmati bo'ladi. Bo'lmasa qimmati bo'lmay qoladi. Aka bundan burun biroz qatnashib boqmagan siz ziyorat tunjisi. Ham oxirgisi. Ta'lim bor. Nima oxirgisi? Endi yuzimni yechib oldim, toza chiqaman.
Unda saka keyingisi ya. Sizning aktyorlik jihatda talantingiz bor deb o'ylaymiz. Naq maydonda bizga rol o'ynab bering, ko'rmanlarning ko'nglini xush qiling deydi. Ovoz artistlarga hamda ko'pinchilik shu necha yildan boshlab ancha-muncha yilga etotlarga chiqish, sizlar balkim ko'rayotgan bo'lishinglar mumkin. Biz ovoz jihatdagi talantimizga tayinib, ba'zi bir etotdagi sözlüklerini nəhayət vayığa yetkizib deyətimiz-ço. Nima üçün degan vaqtida, məsələn, bəzi aktyorlarımız sözlük məşqləri qılıdı. Lakin ularning bəkərək berdigan küçü nima tərəfə bo'lib ketdi desa, sakindagi harakat, ifodalar, mimikalarga bo'lib ketdi. Endi sözlüklərninkini endi rasmi biz ovoz artistlariga o'xshash nəhayət yurak tekkidek urug'liq mandaq chiqishi nəhayət təskin to'xtab qoladi. Chunki biz nurg'un obrazlarni ko'rish jarayonida, masalan, men degan so'zni necha xil degil bo'ladi? Men deb men necha xil degil bo'ldi emasmi? Shunaqa rolni elayotgan aktyorlarimiz voyaga yetkazib o'ynab o'tadi o rolni. Dahshat, ularning harakatlariga qarab, mushtasi qarab, voy. Masalan, shu Rayim Qallani deymiz. Anni mendan deb valvada ketadi. Shu harakat, o so'zga ajoyib tushib ketganda, amaliyotda ovoz tusi kelgan vaqtida nurg'un ovoz tusini ba'zan chiqarmasligi mumkin. Uniga biz kuchaytiryapmizda, bizning shuni arz cho'ya deydigan yerimiz shu. Ba'zi bir qurboyatlik, roziyatlik san'atkorchiliklarda ba'zi bir etotlarni o'ynaganmi bo'ldi hamda. Kuchab baqdik hamda o'zimiz. Hamda rasmiy aktyorlardek o'ynaymagan bo'lsakmi, o'zimizniki saviyasiga tushliq xalqimizga azroq bir huzur berdi deb o'ylayman. Men his qilishimcha ovoz artistlari cho'qim rol o'ynay oladi deb qarayman. Unda bo'lsa naq maydonda bir gap haqamda. Nima o'ynaymiz? Temadan birini o'ylashib bilan deymiz, o'ynab ketamiz. Mayli, o'ynayli. Sholban keldi. Taq. Voy, kiring. Taq. Voy, kiring. Voy, qandayingiz yaxshimi? Keling. O'tiring. Yaxshimi? Qaysar Habibulla bormi yo'qmi? Qara bormi-ki? Borki. Qapmay bir chaqirasiz deb deydigan gapim bor-da mening. O'zi bilan ko'rishmoqchi bitta. O'zidan bir ko'rishib deydigan bir muhim bir jahon jiddiy ish bor deb qo'ying, chaqirib. Ismingiz nima? Nurali. Nurali deb ketdi desam bo'lamda? Ma'qul. Birdan o'tib turing hozir. Ma'qul. Meni izlab ekansiz. Siz bu olmuş bo'ynatsizga bu Qaysar akangiz chaqiring menga qo'pqa. Taq. Kiring. Bu sening qizing. Qanday olangiz yaxshimi? Voy, yaxshimi. O'tiring. Qaysar Habibullah bordi izlab kelgandim. Qaysar Habibullarni chaqirib qo'y birdan o'tib turing, ha? Va chaqqan bo'langa fikam bor qo'pab o'tirib yomon sening qilib keldi. Qanday olaninglar yaxshimi? Qaysar Habibullah. Adam chamay baq Qaysar kam chaqiring deyman nimandaq. Deyish ko'rib boqmaganlarmi ma'lum. Qaysar Habibullah shunday qilib turdi-ku. Nimani sho'g'lada? Kimlik lozimmi ya? Men tanimaydi ama hamda tabii kelgan bolasi ama. Nimani? Qaysar Habibullah kamdan tanimadingmi? Qaysar kam? Shu? Menga ham mushtumdak tursa va. Nima shunday kelgan tonglar? Ya aka siz shumi? Shumi deb turayli endi. Chiroyim o'xshayapti. Chashtiraz o'xshatdi. Ben yaman sataptijim aka. Yaman satapti. Akilga qo'lingiz be ko'rishlar. Neydi deyish yo'q ekan-da. Ya deyish bor. Ya bu deyish xeli yuqoriroq bunda bizlik bunda chiqayotgan bu bunda qarsam mushtumdaklar bu. Ya manda desam xato tushunib qolmasan aka. Hurmatimiz bor bizning. Hay rahmat. Hurmatimiz bor. Gapni ochiq kelsak aka. Shu tala yulduzni biz ikkimiz senma kelsa bizni o'tkazib olaylik kelib kelgandik aka. Qarsam sizlar bir qilib bo'lamidinglar-chi uni oyoqini chiqarib. Bosh kelani gibi bir yerdan chiqib qopti. Tala men shu tala yulduzini yaxshi ko'rayotgan bolaman. Bu yaqinda qarsam taz bu qamlashtirib. Tala yulduzni men chiqqan ekanman. Sizga o'xshaydigan bir shu birda Lukas Fujillar va qo'ydim chiqqan bolaning. Xili. Hamda qo'pbek aka shumi ya? So'rangmi nima? O'tkazib olamiz dedinglarmi hozir? Butun programmanimi ya? Riyosatchiliklar. Asli men o'zimni bir qo'llab qilib aytmoqchi edim, hamda ma'mi kelib qopti, hamda
Riyosat. Sizlarning riyosat ishga ko'rasiz. Mana ishga bo'ladi ekanmiz-ku. Laqlar mana. Ishqonlar riyosatchi bo'lib keldinglar. Bizniki o'rnimizga, meniki o'rnimga. Shundaymi? Eliq burunqishlarni deb qo'ymijum-ha. Ishqonlar qaysi maktabni bitirding? Nurg'un maktab bitirib biz. Sana bundan tatib dafugacha oy. Chiqilib meni qayta asligim yo'q, yomonchiq o'qibatdim men. Chiq o'qiganman. Biz riyosatchilikni qanday qilib o'tkazilish o'yinlar kelib qoldi. Shu mushunda qiliblam, sizga deblam. Men ko'rimcha yaqinda bir deyse taza tayini qammatidi mush riyosatchilikni. Bu yaxshi qizdanmatsizlar buni. Jim siqilib ketibcha go'njonlarning arzida o'tir. Ha, to'g'ri. Biz xizmatni yaxshi qilolmay o'tibdik-da. Lekin ko'p sonliq ammo yaxshi ko'rdi Tala yulduz programmasini. Bizdek az sonliqlar yaxshi ko'rmagan ekan. Bundan so'ng berindami? Voy, men yaxshi ko'rma. Voy, yomon payt qilsizlar riyosatchilar. Hamda demak yo'q emas, hamda sizlar qayerdinglar emasmi? Ma yosh bolalarning bir davri kelyapti-da, Lenin xo'ning davrilab ketdi, o'zimni xabari bor. Shalaq qilib chiqibdi biz bunda izbasar bo'lib chiqib bunda bir pocha yusak demayga. Bu riyosatchilik qilib boqqanmi? Qilib boqqan, xil yerlar qilib boqqanman. Sizni tonimaydigan o'xshaysizmi? Denistaydik boshqa odamlar. Avrus taniydigan ishkimizni. Ishkimiz tonli qoldi hozir Denistay nomimiz. Shuni sen faqat taniyolmay qoldim. Sizlarmi men taniyolmaganga o'xshash? Men sen faqat taniyolmay qoldim. Aldirmaydi qolsiz deyman. Unda bo'lsa, men mushtalib o'tkazib bersam yaxshi bo'lmas bu narsani. Bundali devatman, biz qilib boqili. Hammasi andikin desangiz bo'ladi-ku. Agar ravus qilib ketib qolsak o'tkazib bersangiz bo'ldi, to'y show qildigan vaqtlarimiz kelib qolganda qaysalarimiz ekan. Necha kirdingiz bu yil? Men bu yil 28 yosh kirdim. 28 yosh? Menda 42 yosh nima deb akademiyamiz va men tug'ilgan 28 yoshda hozir qancha vaqt o'tib ketdi? 28 yosh, 28 yil o'tib ketdi bu. Aka oldi otamsiz yo? Yo'q, men chiroyimni yeshinda o'tmayman. Ishqilib nachash bo'lsangiz, uning bilan bizning ishimiz yo'q. Ishqilib o'tkazmoqchi ham deyapti, shundami? Undasi 2 yilinglar Gulshan Muhammad Tursun ishkimizni tushirib o'rniga chiqqanlar chiqmoqchi. Yo'q, sizlarni pensiyaga chiqarib etib, chiqarib etib ustiga andiki bunda yerdan pensiyani uqtirishimi kammi dedi bizga sizlar bizni pensiyaga chiqarmasangiz qanday qiladi? Aldirmay kelib qoladi. Biz yana azroq xizmat qilib olaylik deymiz-ku, endi sizlar bek aldirab ketibsizlar bu xizmatga. Sizlar tayyorlanmasak bo'lmaydi-da. Talantinglar tishib turayotgan o'xshaydi, mush narsani qilmasak qat'iy bo'lmaydi. Uni jaloqchilik qilib olmaydi juma. Bular yo jaloqchilik qilib olmaydi, uni cho'qim ma'lum bir saviya bo'lish kerak. Kitoblarni ko'p o'qigan bo'lish kerak, universal sapani yetildirgan bo'lish kerak. Mana men nurg'un narsa. Oltin palta degan kitobni o'qigan. Vallahi cho'chki. Oltin palta. Sizmi shu oltin paltani o'qigansiz? Men yetim o'rdak cho'jisi deganni o'qigan bo'layman. Chiqarib kitob dedingiz. U bu qanday kitob bo'lsin, Neps kitobmi, Tom kitobmi, bunda romanmi demidingiz, chiqib kitob o'qigan. Bo'ldi. Vallahi. Bo'ldi, unda bo'lsa, men bir sinab boqay. Endi men bu programmani boshdan oxir bizniki GPLlar bordinglar. Shular o'rlashtirdi, riyosatchilarningki turish, so'zlash holatlari, ma qismda biz bundaq narsani olamiz deymiz. Shu narsani doim ko'rib kelibsizlar o'zinglarmi? Shu narsalar kalanglarda bor bo'lishi mumkin. Ba. Bo'pti, sizlar degandek menmi qiribmi qolganmi bo'lay, pensiyaga chiqarib yetdinglarmi deyli. Endi mushu o'ringa endi menga o'xshash yoki mendan oshirib yetadigan yaxshi bir riyosatchi bo'lsa, men buni qo'lim ko'ksim bilan ajratib beraman. Bugun keldi. O'sha Ahmet qushi bugun uchib bolakada qonda emasmi? Sizlar bu riyosatchilik qilib boqqanmi? Baqqanmi deydi-ku. Deb beraylik, yeslik shun digna. Bo'ldi. Ularni deb shumaylik. Naq maydonda kelamiz. Yesli tug'ilishdan tatib riyosatchilik qilib cho'ng olgan bolalarda al-mustaqim berasiz. Ota-onamizdan tatib riyosatchi bo'lamiz. Riyosatchi deb yezilib kelgan. Riyosatchi degan so'z qanday qaraysizlar? Biz mushta qaraymiz. Qarayman. Men qaragandekmi? Voy, bek yosh qaraydi ekansizlar sizlar. Mana siz riyosatchi, biz bunda qarayapmizmi mushtalan? Bu qilman deb qilib ketadigan narsami? Men degan joylarda mana shuni qizma aytibdi-da hozir mana shu. Bo'pti. Unda bo'lsa ishqonlar bir azroq bir riyosatchilik qilib boqamsizlar. O'zaro bir-birlarini gaplariga moslashtirib, bir riyosatchilik qilib boqinglar bo'lmasa. Bir ikki so'zlikni bir deb boqinglar. Unda deymizmi? Tala yulduz programmasida ham ancha-muncha bizniki mehmonlarimizga deydigan so'zlar bo'ldi. Mana. Bo'ldi. Tala yulduzda bir volqonli vazilniki. Unda urgan jang qilgan. To'g'ri javob berib urdigan unda. Men istab qolmish volqonni katmanga o'zgartirib bersak bo'lamki. Chiqib. Naqtidan.
Unda olsa, başlamdık. Sen Başlayalım. mayırlamsın ben bu. Mayır emas, ikimiz birsimiz İşte Gülşen, birsimiz Qaysar bo'lamiz. Kim Qaysarlar? Ben Qaysar, sen bunlara qo'yganki Gülşen bu. Ha, masalan. Ha, o'zimizning ismini yo'q yoki. Voy, nima desak Nimalar demandiq. desanglar bir daqiqalar bir ko'rpa qilib, oho, mashqisini. Va aldirmay turganda o'ynab deydigan bu. Kriket tuqma. Kriket ha. Sen araya action yapırımsız ya. Evet, rol kıramaya kalınız ekan. Sen ye Yaxshi sizlar ekrandagi tuqqanlar qarindoshlar, diqqatlar. Mana biz Tala Yulduz programmasi sizlardan cho'nqur o'ttiq, muhabbat al so'raymiz. Hey, yaxshimisizlar do'stlar? Men Gulshan Muhammad Tursun. Tele programmamizga qatnashgan har bir mayrimizga to'g'ri riyosatchi deb qoldinglar. Bu ishni yaxshi o'ylabsizlar, lekin riyosatchilarning yuziga dog' tushamanglar, juma. Dog'shamang deb mama. Daqsaqkim düşəmsən özü kutib bardı. Dog'saqkim o'z. Ha, riyosatchi bo'lish o'yinglar bakay, bu yaxshi ish. Buni tirishsanglar bo'ladi, lekin Mandaq yaxshi riyosatchilarning yuziga dog' tushamanglar. Nurg'un yaxshi riyosatchilarimiz bor. Tala Yulduz programmasida universal safar sirlanadi. Sizlar kitob o'qidim deyapsizlar. Universal biliminglar nerdan nagicha bo'tig'i bizga noma'lum. Mo'shnaq turib endi taq-tuq gap yursanglar, qanday riyosatchi bo'ladi bu ishda? Aka ko'zgilma otamsiz bu kitob o'qigan dedik, o'qiganmi degantingizni. Bu boshlang'uchdan kitobni o'qigan bilan bu hozirgi jamiyatga moslasha olamsizlar. Hozirgi jamiyatda nima moda bo'lyapti bilamsizlar? Do'yin? Do'yindagi nima narsalar moda bo'lyapti? Easy tamam deganda reklama o'tyapti. Nima Dabatır şobatırlar. Ha? Nemo izi tamam deb tugdi degan gap qo'y, tamam degan. Tamam degan tugdi degan gap, lekin bu ingliz ma'nosi boshqa ekan uningki. Nima ma'nosi? O tang chiqib gapdan o'chiga do'yinda ham bizim chiqdan bo'lib ketdi hozir. Bunda biz sarsak bu chiroyli cho'kanda biz chiqda ko'rmiz. Biz sarsak cho'pan keldi degan program. Bu riyosatchilik deganda bunda bo'g'il keldinglarmi yo bulg'il keldinglarmi? Qaysi bo'lsa bo'lash va avla iningli farq emasmi? Bo'lmadi mı abay qilganlarimiz? Daçin yürekten çıkarıp Mana bu taq-tuq so'z ismi nima degili bo'ladi buni? Riyosatchi bo'laman deb bo'g'il bo'lgan narsa emas u. 4-5 yillik ma'rifat o'qib, nurg'un bilimni ega bo'lib bo'lgandan keyin boshqalarga ishga yig'iz tarbiya va so'zni deya olamsizlar, deyamamsizlar. Bo'lsa yomon ishlarga tarbiya bera olamsizlar, beramamsizlar. Onunla tabir bemeyle oldu. Riyasetçi kımısınız kımang bir mayır olup katlaşıp ketile be. Lonkadım bizne ap. Ama mayır çıksa bizim o yüzden belirtkenizli ya. İlaka bir numarinki. Fotoğrafla karab durdu bizim akiler. Merfikrim bugünde bir mu hiç bir nesin toşkuz yedikkenizli şeyde beranla be apitle. Akıl bekıl degen bacıma mı kaldı da sual degen şu ortada tarak. Qutulamamdim, nima men? Mayır bo'lsak momamdan. Bo'ladi ekansizlar. Tozi bo'ladi ekansizlar. Biz savolga bir to'g'ri javob bera olamsizlar? To'g'ri javob beramsizlar. Suallarni kim chiqargan deb so'rang unda. Adesini. So'ray. To'g'ri javob bera olsanglar, bo'pti, men qatnashtiray mayr. Ushtirasiz juma Qaysarka. So'rang ha. Bo'ladi. Ikki yilinglardan savol so'rayman juma. O'yinib javob beranglar bo'pti. O'yinish ketmaydi, undan qaylaqa tez savol, tez javob deb bizni manglar. Sikotning ichida cho'qim shunday qolaman. Men qo'limdagi xatir daftarni ko'rdinglarmi? Necha varaq bor? Mana savolma. Xavotir bor bizga, ha? Da bo'p, sizda qancha varaq bor ekan? 122 ta varaq bor. Gösterdi. Tuzak so'ranganda. Mana chaqirang ilaqa. Rim qandan bir gap, matematikalik, unda sansipirlik bizimni faqat so'rama deydigan. Ashtalar mashkimiz. Turmuşlar. Ha bo'pti. Unda bo'lsa, yana bir savol so'rayman sizga. Bu savolga javob bera olsanglar bo'ldi. Qilinqqa javob beramsizlar. Chiqdinglar. Bulamda men chiqaryapman, o'zinglar chiqdinglar bulamda. O'z Bulamda? Qayli olsak chiqdimiz. Men necha kilo? Jig'ib o'tiramsiz siz. Ya men abay dedim qo'shu bunda matematikalik. Bu matematikalik emas, ko'zlar ko'rib qoldi men. Mancha deb bunda bir sifir bog'ida, buningda matematik darsi biz qanqa qilib o'tkazgan chiqib. Matematik saviyalar bo'lmasa qanday qatnasizlar talab? Voy, matematik. O Tala Yulduzda shu 1-mayir, 2-mayir, 3-mayir, 4-mayir debli ba u yerda. 50 ta yuqorisini sanayamsan men.
Matematik savol sormanglar dedim. Ha. Turmushlik savol so'rayman Ha. sizdan. Diqqat qilinglar. Ha. Mashina bir yo'lda ketib o'tib, Ha. so'lga qarilsa, Ha. qaysi chaq aylanmaydi? Medirlamaydi. Qo'shcha qarilmaydi. Kenchaq. 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 3. Kenchaqning yendikchaq. Qayinchaqning yenikchaq, nima chaq? To'rtdan chaq tusi bu. Hammasi qayrilgan tusa. Ma- Ichidagi kichik mashinaning chaqi. Esib oldim. Ha. Mayda Hatta. bizning mashinada bunda bu kichik bir mashin bor, ashuna chaqib taqib medirlamaydi o'sha egilganda. Ha. Hatto zapas chaqi medirmaydi. Zapas chaq. Chaq dedim men. Mening mashinam zapas chaqni ish qildi. To'rtpas chaqni arasam uni. O'zinglar chiqtamsizlar, yana bir savol so'rayman. Yo'q, yambir bobomda qamlashmadi bu. Uyinglarda das bor-ku. Bor. Bu. Qandaq dasda kirjug'ul olmaydi? Ximejug'dan dosta. Kirjug'uldan das kirjug'ul bo'lmamda. Bo'lmaydi. Bunu da ve kırını salsan juqulib buluduğu bunu. Sendekli çoğuludu onda da bile. Adi dasda. Chiqaman. Adidas'ta? Shunda hazil savolga hazil javob bermagicha chiqinglar. Odamlar bu vaqtini manglat olar. Adam chavatidi bizni qarab turib, ha. Bulanchilik-ku bu bir. Biz bek bulab bir bizlemizde hep kaçtıkma. Riyosatchilikni bulaymi deyishdan azar chiqqan. Buludukma. Bulyapmiding-ku? Şu buludukma. Shu bulyapmiding-ku? Dedim. Bak kamiyat vurup O saldı. bulashqami mahorat kerak, chiqinglar. Ha bizim silkimon cuma aka. Ha? Chiqinglar. Aka. Adalda ras işlemini bilmeydi kanimette. Ben gelip Nimani bilyapsiz? riyosatchilikni apayım. Aha bunda işlep ketmişsin deb bilaman bunda alamiz. Endi urib deytman juma. Chiqinglar menga. Qamlashmagan. Aka. İşimiz bir ovoz artistlik olsun bir tıkıp koyuğulu bulam. Oho. Bol. Ha, uzduma deb. Şalban geldi. Rahmat Qaysarka, rahmat. Yamaçığınızga ketdik deyman maşkada. Ondan da bizden adam bulamdı. Oy. O zaman nim buluşumni uqmay qoldim rost gapni desam. Rahmat Yo'q, yaxshi hech ispadingiz. Endi Rahmat. men keyingi o'tganlarga o'tib ketib qolganimsa, Bo'ldi. savolni to'g'ri so'rayman, siz ta'tir javob bersangiz bo'ladi. Birinchisi, birinchisi ketdik. Sizning qo'shingiz yo'q, ovoz artistlari bormi? Ba. Demak, yo'q. Yo'q. Ikkinchisi, siz odatda uxlaganda xo'rak totamsiz. Ha. Yag'an bo'lib qoldi-ku deyman. Ular o'ri qadamni xo'riga kuchlik deb bir gap bor. O'ri qadamni xo'riga tushdi degan gap yo'q. O'ri qadamni xo'rak emas. Xo'sh aka, undan so'ng uchinchisi, sizdan bundan keyin jiqroq yuz topgangiz bormi yoki pul topgangiz bormi? Bu ta'tir savolga bu. Pulmi yuzmi? Ha, bu ikkisidan birisiga javob beramanmi? Yo'q. Hech nima topgangiz yo'q. Yo'q. Ko'cha chiqib ketmoqchiman divan. Ma bir savolning ichida ikki savol bor ekan, shuni yo'q dedim. Hozir ya pul, ya yuz. Ikkisidan birisini Ha, deyishim pul, kerak. Pul desangiz 100 ga to'g'an bo'lsangiz, Ha. 100 desangiz pulga to'g'an bo'lsangiz. Pul. Pul. 100. 100 topqisi. Ma 100 yo'qolmas. Undan so'ng keyingi aka, siz o'zingizda eng qaltis ovoz artisti deb o'ylamsiz. Ha, ta'tirg'i bu. Lekin biz uchun o'ngda, Siz o'zingizni eng qaltis ovoz artisti deb o'ylamsiz. Siz aytdingiz yo'q degan bo'lasiz. yo'q degan bo'ldingiz. Ha, to'g'ri. Ha, to'g'ri. Adam saron topib ilashtirib qo'ying. Rahmat aka, rahmat. Unda Rahmat, bo'lsa, rahmat. bizning ma programmaning o'yin o'ynash bo'limi bak asosiy qolib qoldi-ku hozir. Endi o'yin bo'lmasa, ko'rmanlarga ozroq bir kulki bo'lmay qoldi-ku deb To'g'ri. biz cho'qim bir o'yin o'rlashtiraylik deb shunda o'ylashdik. Tala yulduzimi shu, men qaltisdimi To'g'ri, shu, to'g'ri. o'xshash o'yinlar bo'ladi-ku aka. Hozir bizninkida shu o'zimizning ijodiy o'yinlardan quloqqa tanishug'ish taqab turib, Xo'sh. qarshi tarafninki 3 bo'g'imliq eg'izda degan so'zni tepish o'yinini o'ynaymiz. Bo'ldi. Unda boshlamdik. Bo'ldi. Şalban geldi. Ikki tut. Disko. Nima? Ikki tut. Og'zini bir yo'qol aşkını. 2-5 hamsa. Nima bu? Tamamınızmı? Topamadim. 2 tut degan. Nima? 2 tut. Hisob mana shu. Hisob emasmi? Xatmag'im kelar. Miami. Miami. Unda asoq. Barg'um bar.
Baxuba. Baxuban yerda. Baxuba. Li. Barğum bar. Bağımba. Abi ağlı oldu müzik to'xtatdi. Meningki. Meninki. Doğru. Ana kırık kaldı. Xo'yunja. To'rt ko'cha. Xo'yunja. Bir ağzını yoğunarak aç. Xo'yunja. Xoyanca. Şuna, doğru mu? Bağımba. Ha? Bağımba. Paypaqchi. Bağımba. Ma al. Eg'zaz qattiq midirlimada aka. Ne çıktı midir? Bağımba. Bag'umba? Kim kaldı? Bag'umba mı? Özanı gepini özü kaytıp duruyordu artık. Tolacı. Tolashi. Solashi. Kolamchi. Kolamchi. Tolacı. Nima? Tolacı. Traktör. Tolachi. Vi. Xoyanca ağırımcı. Sınımdan bada biladigan. Tolacı mısın? Kamberxan. Amerika, İkinci başını sorayım ben sana. Amerika, Kamberxan. Afrika, Ha, dördüncü sualın başını sorayım ben. Kamberxan. Yüzünde protedim ağa. nima? Kamberxan. Abdannan, Oha, beşinci sualın kaç sorayım ben. Dört. Qonaqnan, Oha, sualcıkla gitti. Kamberxan. Qambarxan. Sen bana avazı sen. Biz xatoma? Kamberxan. Doğru. Qambarxanmi? Kamberxan. Qambarxan ekan qo'y. Doğru. Nechinta aytdim? 2dimi? 2da 1mi? Amirxan. Eg'zingiz bak kichik Jumaka. Amirxan. Amirxan. İlkimde kaçıp gitti. Amirxan. Abida, Amirxan. Evet. Amina. Nima? Amirxan. Oy. Anime. Bizni ismemeskendinden. Kırık kaldık mı? Yana birisi qoldimi? Yan birisi var. Şahrukhan. Şahrukhan. Bakın az değil. Cho'ng, cho'ng, Şahrukhan. cho'ng so'g'a. Hareketler degandek tugaydi. Şahrukhan. 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 Cho'ng o'yla. Tugidi. Şahrukhan. Katta onu o'ylashmaydi. Lo. Şahrukhan. Lo. Allah tamam. Şahrukhan. Yo'q, Allah. Yo'g'ollar da qo'yadi. Eng og'ir qilib Şahrukhan. 5. 4. Yo, la. Şahrukhan. 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 Koştu 5. Nima bu? Şahrukhan. Ben Şahrukhan'ı desem veli bunu tapamız ay yüzüge tiptim hemen digende Astava? addi Yo, demek. mesela Shahrul Khan degan bo'lsa Esen bir tapalaydi. Beijing apırmaya Lo deganda. Onu hareketlerle digende koysa digende tüyde Ha. Şahrukhan. Ha, ne yaptın bu? Ha, siz uftungiz unda bo'lsa, odatda mundati aka, ma bu bizning burungi sonlarni ko'rgan bo'lsangiz-chi, uftuqchilarga biz sovg'atlik beradigan munda bir ishlabot emasmi, lekin bugungi alohida sonimiz emas, ma bu. Alohida sonimizda hozir ma uftuq olganlar bir nima qilib beradigan, shular mukofotdan bahramand bo'lgan munda loyilagan qo'y biza. Astag'o. Shunlashqa hozir ma Marfiniki bir yurish, mushu 2000 yuan qimmatidagi bir men olib qolib tursam, uftuq olgan. Gaqiliga gapim anlayaptım. Hozir mishadan bizni nima qilib bersangiz. Şalak Et ya kığınım azım. Chaqchaq aka, rahmat. Unda bo'lsa, shu programmamizdan tojdorligini alayda qo'llagan Marfi shirkatininki mo alayda ko'ngil so'g'ilari bor. Oy, rahmat. Qabul qilasiz. Rahmat. Shunda Fayzolda aka, rahmat. Rahmat aka. Yana bir savollar bor desam qanday qaraysiz? Amaylik bilganimda savolga javob bermay deb kelgan ekan, men o'z vaqtida tele 30da men qaltislarda savolni so'ragan ekan, ashlarning dadini ham bilib
tomoshabinlarning savollari bor yana bir qatorchi. Endi bu shu naq maydon qadam tashrif qildi emasmi aka? Boshda siz shu balliqdan boshladingiz hisobda. Parangnicho balliqdan boshlab mana hozirga kelguncha hamma paranglarni angladi, tushuncha his qildi, bir narsalarni o'yladi cho'qim tomoshabinlarimizmi-cho. So'raydigan savollar tug'ilgan bo'lishi mumkin. Mishada fursat beramiz, naq maydonda qanday savollar bo'lib qolsa, Qaysar aka mana Qirmizning bir qancha savollari yig'ilib ketibdi. Bundan ichida men bir ikkisini hep so'rab qo'ya. Bir to'rdishimiz debdi, Qaysar aka, yaxshimisiz? Sizmi kichigingizdan tortmishda o'ruqmi yoki keyin o'ruqlab ketganmi? Qanday bunday go'zal badan shaklini saqlab turdingiz? Go'zal badanchi. Go'zal deb ketganlar bo'lmaydi. Har kishi degan har kishiga xos bir xil qovulliq, jasoratlik bo'lish kerak. Endi u badan ifodalanmaydi, endi o'zining qilayotgan ish orqali ifodalanadi. Endi er degan erga o'xshash, ayolga o'xshash bo'lmasa bu jahonning farqi bo'lmay qoladi nurg'un naslada. Endi mening o'ruqligim tug'ilishimdan ashlaq o'ruq. Endi kichik vaqtimda ancha semizganman, lekin baksimiz deb ketgandek semizma emas, endi normaldi. Endi hozir xeyli o'zimni xeyli yaxshi bo'lib qolganim, asli buningdimi o'ruqdim. Xizmatga chiqqandan yoqi, turmush qurgandan yoqi, ba'zi bir turmush odatlarimiz, ritmga tushgandan keyingi ishlarimiz xeyli yaxshi bo'lib qolib, hozir burunqidan sal yaxshiroq. Endi bunday aytgan vaqtida. Lekin kasal ko'psa emas. Kasal ko'psa emas, yaxshi erish va ta hozir kelguncha men bir doktorxonalarda bir kasal bilan yetib qolgan ishim yo'q. Zukam bo'lsam-mu, dorini nihoyat oz ichma, asosiyatan ichmayman dorilarni. Salomatlik jihati yaxshi, hammamizga salomatlik yor bo'lsin. Yana bir to'rdishimiz debdi, aka abay gaplaringizni anglashimcha siz kichik vaqtingizda soqchi maktabga imtihon berdim deb ekansiz. Nemishqa davomli o'qimadingiz, o'tamadingizmi yoki Bayatın degan gapimning ichida imtihon berib bo'lgandan keyin soqchi maktabga ilingan. Soqchi maktabdan Bodorjon kelgan deb qo'yamda qimda. Bu soqchi maktabdan kelgan, lekin men bir o'g'il, opam bir o'g'il bo'lgandan keyin shu vaqtdagi ko'z qarashmi yoki boshqa ishmi doim ko'ranmay qolamanmi deb yanada turg'izg'iz kelib qoldi. Chunki men atva bolada u vaqtlarda. Endi hozir kelguncha opamning yanada turib kelyapman. Opam dadamning salomatligi maralda yaxshi, uyda cho'nglar obdan turyotdi. Men mush kasbni qanday yoqi, mayli uydagilar bo'lsin, urug' tuqqanlar bo'lsin, televizorda birinchi qitim palonchi rolida Qaysar Habibulloh deb ismini ko'rganda o uydagilarning xo'shaligi u boshqacha bir xil xo'shallik bo'ladi ekan. Bolaninki ortiqchiliklari orqali xo'shallik topadi ekan-ku ota-ona degan. Shu vaqtda baxo'sh bo'lib ketgan o'zlarim. Voy bolam isming chiqdi degan. Undan keyin bara-bara ko'paygili turdi bu ismlar. Keyin mana riyosatchilik qilib televizorlarga chiqadigan bo'lib qoldik. Shunday qilib hozir cho'lpon keldigim chiqib qoldi. Cho'lpon keldigim chiqib qoldi. Shuning hozir opam bak qaltis o'g'lim bor deb ko'nglida shunday o'ylaydi. Qizingizni o'zingizning mush kasbida tarbiyalashni o'ylashdingizmi yoki o'zining mayliga qo'yib beramsiz? O'zining mayliga qo'yib etdim. Qizim hozir oliy maktabdan 1-yilligida o'qiyotdi. O'qiyotgan kasbi hamda pianino bilan ijodiyat. Balani tarbiyalashga kelgan vaqtida men ancha o'zimning kuchini sarf etolmadim. Bunga ayolimga cho'ng rahmatimni bildirmasam bo'lmaydi. Qizimningki hozirgi saviyaga yetishi, meniki hozirgi mushundaq bir utuqlarga erishishimningki ko'p sonliq jafosini mush ayolim o'zi tatgan uyda. Xizmatdan keladi, tomoqlarni etadi, kechlar bo'lsin, mayli kunduzlari bo'lsin, shu oiladagi butun ig'irchiliklarning hammasini shu ayolim ko'tarib keldi desam bo'ladi. Endi shu ma'noda mishada bir rahmatimni aytib olmasammi, uyda o'zimning kuchi yetgidek qanchalik ishni qila olsam, shuni qanchalik rozi qila olsam, men kuchab ketayotaman o'zimni. Shunga ba'zi chog'larda mana unda qilib mana bunda qilib desam, menda asosiyatdan yo'q degan gap yo'q. Bo'ladi, chataq yo'q deblar. Qaysi vaqtda bo'lishida qaytinsa shu ishlarni bilib ketayotamiz ham bunday qilib. Lekin bola tarbiyasi kelgan vaqtida ayolim kerak o'zing kuchini sarf qildi desam bo'ladi. Yaxshi oilangiz ko'p. Rahmat. Qaysar Kamimish ovoz artistiga bak qiziqman. Ovoz artisti orqali qancha pul topqil bo'ldi? Oylik bo'ldi. Maya masaka. Abdum rayonimizning ichida san'at sohasi bilan shug'ullanayotganlar hammamiz bir-birimizningki holini tushunamiz. Buningda ko'p pul topqili bo'lmaydi. Shaxsan men o'zim endi bir davlatning bir xizmatchisi, davlatning bir kadr sifatida xizmat qilyapmiz. Davlatning maoshi va ovoz artisti bo'lib, ancha pul topdim deganlar balkim boshqa bir xizmatlar orqali shuni qilayotgan bo'lishi mumkin. Lekin biz ovoz artistlari ismimiz televizorga chiqqandan keyinlar bizda shunday bir tuyg'u paydo bo'ladi. Ba'zi yerlarga borgan vaqtimizda so'raladimda apralishib o'tirib qolsak, "Voy, siz yilqi nimaga ovoz bergan tushunmaymizmi? Ajab ovozingiz shunga o'xshab qoldi ekan" desalar, u bizga bir xil ro'yi o'zi qo'yib qoladi ekan-ku. Shuni u bizga vaqt kelganda u pul o namataq degan narsa ancha ko'rinib ketmaydi bizga. Xalq uchun ancha-muncha xizmat qila olsak, shu bizning eng zo'r baxtimiz deb o'ylab qolamiz, xolos, shu boshqa ish yo'q.
Rahmat aka chiqilib menda uyan buyan hamma narsani o'ynab bo'ldik, ko'rmalarning savollari tugab bo'ldi. Mencha bu vaqtda bugungi alayda bir son bo'ldi deb o'ylayman-chu. Nurg'un aktiv energiyalar bo'ldi, bu yerda ko'rmalarga yetkazgan va mayli kulki chaqchaq har jihatdan bir mukammal bir son bo'ldi deb o'ylayman aka. Yana bir desam, yana shu sizga alayda rahmatimizni bildiramiz aka programmamiz gruppasidan. Hamda shu oxirida ekranda siz rahmat aytishni o'ylayotgan atrofingizdagi o'zingiz yaxshi ko'radigan kishilarga deydigan yurak so'zlaringiz bo'lib qolsa, agarda mush fursatda davosingiz programmamizni oxirlashtirsak aka. Aldı bilan Cho'lpon keldi programmasiga ko'pdan ko'p rahmat. Birinchi qatim mushtaq suhbat programmasiga qatnashib, o'zimninki ko'nglida o'ylaganlarim yoki tuyuqsiz his qilib qolganlarim demakchi o'g'lim Cho'lpon keldi programmasiga asoslanib hech nimasini depamaydi ekan bu. Depamay tuyuqsizlik hujum qiladi ekan. Buni qatnashib baqqan mehmonlarimiz qachon his qilgan bo'lishi mumkin. Bugun men o'zim his qildim. Bu to'g'ri rostga bu gap. Bu gapni birsi menga zo'lab degizmidi. Men faqat o'zimninki mush programma qatnashish jarayonidagi his qilganlarim oxirida deydiganim. Programmaga qatnashish jarayonida tuyuqsiz so'ralgan savollarimga ko'p sonliqlari o'zimninki shaxsiy o'zim o'ylangan savollar. Uning keyindan o'zimninki mush ozg'ina bilimim orqali bergan javoblar. Bizningki turmush qatlamlarimizning ichida bilimliklar, bilimsizlar degandek mundaq odam yo'q. Hech qanday odam bilimsiz bo'lmaydi. Hamma odamning o'ziga tushliq, o'ziningki xarakterini, o'ziningki turmushini ifodalab beradigan bilimlar bo'ladi. Men bu ko'pincha shu tarix kitoblari bilan shaxslarning kitoblarini o'qishga amroq kelaman. Nurg'un maktabda o'qimagan shaxslarning nurg'un kitoblari chiqqan. Bilimsiz odam bo'lmaydi, lekin mendan bilimli odamlar aytib ko'p. Oxirida deydiganim, mushu programma orqali o'zimninki ko'nglimda o'ylagan savollarga bergan javoblarim balkim ba'zilari yuzaki bo'lishi mumkin, ba'zilari cho'nqur ma'noga ega bo'lishi mumkin va ba'zilari hech qanday narsaga arzimasin bo'lib qolishi mumkin. Shunga ko'rmanlarningki seni mayli qaysi qatlamda bo'lishinglardan qat'iy nazar, mening mushu bergan javoblarimga faqatla mushu qaysar mushtaq dedi debla menga qanday baholarni bersanglar to'g'ri tushunaman. Ammo buni qaysar mushundaq degan, biz mushtaq qilishimiz kerak deganni o'zingizga tatbiqlab beqing. Agar o'zingizga mos kelgan bo'lsa, shu bo'yicha apmaqsangiz, sizningki ba'zi bir ko'z qarashlaringizni o'zgartirganligimdan intayin o'zimni xo'shal his qilaman. Mayli men bo'lay, mayli siz bo'ling, hammamiz tirishaylik, o'rganaylik, bilim olaylik. Bilimning cheki yo'q. Bizningki har bir qadamimiz soni bo'yicha mangadi. Bir qadam ba'zilarimiz 1 metr ola olamiz, ba'zilarimiz 80 santida mangamiz, ba'zilar 90 santida mangamiz. Qadamning soni bir-birimizga o'xshamagandek, o'zimizningki egallagan bilimimi bir-birimizga o'xshamaydi. Shunga har qanday bergan javoblarimni to'g'ri tushunishinglarni chin dilimdan umid qilaman. Eng oxirida deydiganim, meni beqib cho'nqigan, tarbiyalagan ota-onamga, uning keyindan menga har jihatdan kuyinayotgan, mayli boshlang'ichdan tortib ta hozirgi kelgacha menga aktiv energiya berayotgan ustozlarimga, do'stlarimga, qarindoshlarimga ko'pdan ko'p rahmatimni aytaman. Eng oxirida ayolimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman, chunki bugungi o'rniga mas'uli dal sen. Rahmat. Xo'sh, programmamizning tajdorligini qo'llagan shirkat bo'lsa, Shinjang Marfiy xalqaro savdochilik shirkati alayda qo'llagan. Programmamizning riyosatchilarining kiyimini qo'llagan shirkat bo'lsa, Miras kiyim-kechak madaniyat shirkati alayda qo'llagan. Bo'vladin Miras tag'dak qomatga qiyas Miras kiyimlari. Xo'sh aka, yana rahmat, xo'sh bo'ldi. Sizlarga ko'p rahmat. Butun ko'rmanlarimiz xo'sh bo'ldi, programmamizdan xo'sh bo'ldi, sizdan xo'sh bo'ldi deb aytalaymiz aka. Rahmat. Bundan keyingi har qanday ishlaringizga zo'r utuq natija tilash bilan birga salomatlik tilaymiz, eng muhimi aka. Bo'lsa, hozirgi ma'muriy xizmat o'tayapsiz aka, bundan xabarimiz bor. Bundan keyin sizning shu ovozlaringizni biz yana seg'indik, shundaqmi? Yana seg'indik. Bo'lsa ko'pligan yana filmlarga siz ovoz bersangiz, ko'rib huzurlansak, davomli deymizda hamda. Undan boshqa nima shu riyosatchilik jihatimi bir ishki program bilan to'xtab qolmay, bo'lsa har xil programmalarda riyosatchilik qilib bizning ko'zimiz ko'rinib turishingizni chin ko'nglimizdan umid qilamiz aka. Rahmat. Oxirida yana programmamizga vaqtingiz yetsa qadam tashrif qilishingizni chin ko'nglimizdan so'raymiz. Rahmat aka. Savollaringlarni qisqartdinglar. Rahmat. Buni ko'rib turamiz. Rahmat aka. Programmani keyingi sonlarga chiqlantiramiz. Rahmat.